yoshligimizdan hamma ishchi bitta vrach kelganda kardiologga kirib qo'lim og'riyapti, man ko'ngil davosiga Tushundim. Bemor juda ko'p vaqt tindirmasdan taqqanligi tufayli 7 yilning ichida implant qo'yib bo'lmaydigan holatga kelib qolgan. Lekin bemorning talabi menga hech qanaqa ortiqcha suyak o'stirmasdan va ortiqcha travma bermasdan turib vaziyatdan chiqib bering deyapti. implantatsiya rak keltirib chiqaradimi? Bemorni o'zida ushlab qolishga nisbatan konkurensiya bo'ladigan bo'lsa, u konkurensiya emas. U sohani tanazzuliga olib keladi. Bu degani patsient har doim ham praf bo'lmaydi. Hamma sohada agar bilim olishdan to'xtasa, u rivojlanishdan shu kunning o'zida to'xtadi. Bolasi umuman meditsinaga qiziqmaydi. Ota-ona shunga bolani miyasiga o'qtirishga harakat qiladi. Mish-mish shu darajada tarqab ketgan, ya'ni palak otib ketgan. Uni qanaqasiga bemorlarga ongiga singdirishdan tashqari baribir aylanib yuribdi o'sha gaplar. Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Bugun biz YouTube'da birinchi podkast sonimizni ishga tushiramiz. Bunda jamoaviy implant center jamoasi bilan birgalikda bemorlardan, sizlardan keladigan barcha savollarga maksimal darajada ochiq javob berishga harakat qilamiz. Mening ismim Farruh, implant center jamoasi a'zosiman. Bugun podkastimizda jamoamiz a'zolari implantolog Sherzod va ortoped Azamat aka bilan birgalikda savollarga javob berishga harakat qilamiz. Va bu podkast haqidagi fikr va qanaqadir mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, keyin podkastdan keyin kommentariyada o'zingizga kerakli, o'zingizni qiziqtiradigan savollarni yozib ketishingiz mumkin. Biz shularga maksimal javob berishga harakat qilamiz. Bizda birinchi savol bu umumiy patsientlardan berilgan savol desa ham bo'ladi. Sherzodga, nimaga aynan stomatologiyani tanlagansiz? Asosiy qiziqishim bo'lgan va yosh paytimizda sinf rahbarimiz hamma bolalardan qaysi kasbni tanlamoqchisan kelajakda degan bergan savoliga stomatologiya deb javob berganman. Uni asosini o'zim yosh payt eslaydigan bo'lsak, maktabda bitta stomatolog vrach bo'lardi. Navbatchilikda haftada menimcha 3 marta kelardi. Mahalladagi hamma tishida muammosi bo'lgan bemorlarni davolardi va o'sha payt men ham bir marta davolanishga borganman. Yaxshi davolagan, toza ishlardi va sifatli ishlardi. O'shandan keyin meditsina sohasidan o'sha stomatologiya sohasiga nisbatan qiziqish bo'lgan va uydagilar ham kelajakda shu meditsina sohasi bo'yicha ta'lim olishingni xohlaymiz deb yosh paytimdan o'zi o'qtirishgan desa ham bo'laveradi. Shunga nisbatan keyin qiziqish bo'lib stomatologiya yo'nalishiga ketgan. Ko'pchiligimiz endi biza bilamiz, shaxsiy savol desa ham bo'ladi. Buni oilada o'zi meditsinaga taalluqli kimdir bormi yoki asosan o'zi meditsinani oilasida kimdir shu sohani tanlaganlar bo'lsa, o'shaning orqasidan bunga harakat qiladi. Sizda shu holatga qanaqa munosabat? Hozirgi davrda afsuski yo'q. Sababi dadam qiziqqan meditsina sohasiga va meditsina sohasiga topshirmoqchi bo'lgan. O'sha paytda taxminan 90-yillar bilan 96-yillar oralig'ida bo'lgan. Meditsina sohasiga kirish, topshirish, unda o'qish, qanaqadir moliyaviy tomonlama o'zini cheklovlari bo'lgan va endi ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, qanaqadir o'zini poralari, ya'ni talablari bo'lgan. O'sha vaziyatda bilim bo'lgan odam ham deyarli meditsina sohasiga yaqinlasha olmagan. O'shuning uchun Toshkent davlat kimyo institutiga topshirishgan va ximiya bo'yicha Urganch davlat universitetida hozirda o'sha dekan faoliyatida ishlab kelganlar. Dekan faoliyatida ishlaganlar va hozir ximiya bo'yicha dars beradilar. Ya'ni meditsina sohasidagi o'zlarining orzularini hayotida amalga oshira olmaganliklari tufayli farzandlarimdan shu meditsina bo'yicha yo'naltiraman va meditsina sohasi bo'yicha xalqqa manfaati tegadigan bitta kasb egasi bo'ladi degan ma'noda niyat qilishgan. O'sha sohaga dadam yo'naltirgan. Ya'ni meditsina sohasi bo'yicha birinchi oilaviy vakili o'zim bo'laman. Bu bir xillarda bo'ladi. Yoshligidan bola o'zi qiziqmagan narsaga ota-onasi qiziqtirishga harakat qiladi. Например, ota-onasi vrach, stomatolog, например, davolovchi vrach. Bolasi umuman meditsinaga qiziqmaydi. Ota-ona shunga bolani miyasiga o'qtirishga harakat qiladi. Bu narsa endi qanchalik to'g'ri deb buni bilmayman. Ota-ona ham baribir maksimal darajada
farzandga nisbatan keyinchalik ham hayotda o'zini o'rnini topishga, finansiy tomondan ham o'zini o'rnini topishga yordam bergisi keladi. Sizda bu narsa o'zingizda bo'lgan qiziqish. Hech kim sizni majburlamagan. Endi Azamat aka, sizga nima turtki bo'lgan stomatologiyani tanlashingizga? Endi menda aynan shu narsa bo'lgan. Ya'ni oilada, bizda oilada dadam stomatolog. Shu dadam stomatolog bo'lganligi uchun menda qiziqish uyg'ongan va shu nima deydi, taqdir taqozosi bilan shu kasbga egalladik. Oilaviy nimadan kelib Oilaviy chiqadi? sabab shu. Endi bu umumiy savol. Nega aynan ortopediya va implantologiya yo'nalishi bo'yicha tanlov qilganmiz? O'shanga nima asos bo'lgan implantatsiyani tanlashga, Sherzod? Birinchidan yosh bola baribir yosh bo'lganimizda masalan stomatologiya yo'nalishini tanlagan bo'lsak, endi bakalavr bo'yicha ta'lim olishni boshlagandan keyin shogirdlikka tushganmiz. Shogirdlikka tushgan paytini o'zida ham endi stomatologiya o'zini 5-6 ta ichki yo'nalishlari bor. Ya'ni tishni davolash, plomba qilish, tish olish, tishni masalan milkni kesish, ya'ni xirurgiya, tish qo'yish, ortopediya, tish qatorlarini noto'g'riligini to'g'rilash, ortodontiya va parodontologiya yo'nalishi bor va hozir eng ommaviylashayotgan va alohida yo'nalish bu implantatsiya. Hamma yo'nalishlar bo'yicha men professional bo'lishga harakat qilish uchun men kurslarga borganman, ya'ni master klasslarga va chetdan kelgan lektorlarning kurslari va o'zimizning ichki O'zbekistondagi o'sha soha yo'nalishlar, ya'ni ichki yo'nalishlar bo'yicha eng yaxshi mutaxassislar va dars beradigan mutaxassislarni qo'shimcha malaka oshirish kurslariga qatnashganman. O'shanda tushunib yetganman, asosiy men uchun qiziqarli va men o'zim o'sha sohada o'zimni kelajagimni ko'ra oladigan soha bu xirurgiyaligini, ya'ni xirurgik stomatologiya yo'nalishi ekanligini bilganman va bakalavrdan keyin magistratura yo'nalishiga ham og'iz bo'shlig'i jarrohligi va implantologiya yo'nalishi bo'yicha magistratura yo'nalishiga kirganman. Keyin magistratura yo'nalishini o'zida ham implantatsiya yo'nalishiga qiziqish bo'lib turib, implantologiyaga o'tganmiz. Sababi bu yo'nalishda hali yechimini topmagan muammolar va asoratlar ko'p va mutaxassis soni kamligi tufayli shu yo'nalishga qiziqish bo'lgan. Shu yo'nalishda implantatsiya sohasida hozir o'zingizda yetarli hamma talablarga javob beradigan bilim bor degan xulosadami yoki nima deb o'ylaysiz o'zingiz haqida fikringiz? Hech qachon meditsina sohasida bilim olishda to'xtalmaydi. Sababi bilim olishdan to'xtalsa yoki hamma sohada, bu deyarli faqat meditsina emas, hamma sohada agar bilim olishdan to'xtasa va shu sohani eng zo'riman deb o'ziga odam o'zi baho beradigan bo'lsa, u rivojlanishdan shu kunning o'zida to'xtadi. Ya'ni keyingi o'sib kelayotgan avlod undan o'tib ketadi. Bilim darajasida ham, tajriba darajasida ham. O'shuning uchun har bitta sohani egasi o'z vaqtida yangi olinayotgan bilimni yoki yangi chiqayotgan bilimdan xabardor bo'lib turish kerak va o'z ustida ishlab turib, master klasslarda yoki chetdan kelayotgan o'z sohasidagi o'sha implantatsiya sohasidagi lektorlar yoki malakasi kuchliroq bo'lgan vrachlarni darslariga qatnashib doimiy ravishda o'zini bilimini oshirib turish kerak. Sababi implantatsiya stomatologiya yo'nalishlarining ichida agar o'sha iyerarxiya, ya'ni uchburchak piramida shaklida kasblarni, ya'ni stomatologiyani yo'nalishlarini joylashtiriladigan bo'lsa, eng mas'uliyatli yo'nalish bu ortopediya va implantologiya. O'shuning uchun ham mas'uliyatni bo'ynimizga olishimiz uchun va o'sha bizaga ishonib kelgan bemorning ishini oxirigacha uni rozi qilib chiqarish uchun ham eng mas'uliyatli yo'nalishlar bu stomatologiya yo'nalishida implantatsiya va ortopediya. Ya'ni statusi baland va mas'uliyati ham baland yo'nalishlar. Bularda bilim olishdan to'xtash va o'zini shu sohada bo'ldi, bilimim yetarli va to'ldi, bu yerga faqat ishlayman degan narsa xato tushuncha hisoblanadi. Sababi har bitta qilayotgan ishda vrachni o'zi biladigan darajada ayniqsa kamchiliklar bo'ladi va o'sha kamchiliklarni keyingi bilim olishlari hisobiga to'g'rilab ketaveradi. Shunaqa. Xullas, meditsinaning oxiri yo'q. Bilim olishdan to'xtash yo'q. Bilim olishdan to'xtalmaydi. 5 dan to qabrgacha ilmimizda degan Shunaqa. narsa asosan meditsinaga borib turadi. O'sha Sherzod siz aytganingizdek, o'sha piramidada bo'ladigan bo'lsa, stomatologiyani eng yuqori, eng
nima desa bo'ladi, murakkab, mas'uliyati yuqori, no, shunga yarasha dohod ham bo'ladi. Endi moliyaviy taraflama o'zini plyuslari bor, lekin uni baribir mas'uliyati bo'ladi. O'sha mas'uliyatni bo'yniga oladigan, o'sha bo'yicha harakat qiladigan odamgina bu Asosan sizda 99% qiziqish ortopediyaga. Nimaga terapiya emas, ortodontiya emas yoki xirurgiya emas, asosan eng ko'p anaqani ortopediyaga bergansiz? Endi asosiy sabablardan biri desak bo'ladi, men chiroyli tabassum yaratishni yaxshi ko'raman. Gollivudskiy ulыбка deydi-ku. Shu endi asosiy sababi shu. Siz aytganingizdek, mas'uliyati bor, mas'uliyati juda ham katta. Chunki nima deydi, ortopediya oxirgi bosqichda, stomatologiyada qanaqadir oxirgi bosqichdek bo'ladi. Chunki davolash ishlari bor, implant qo'yish bor va hammasidan keyin oxirgi bosqich bu tish qo'yish. Tish qo'yish bu nima desam ekan? Mas'uliyatli, xatoga yo'l qo'yish mumkin emas bu sohada. Sherzod aytgandek, o'qishda to'xtamasdan harakat qilish kerak. Chunki meditsinada rivojlanish juda ham katta. Yangilik juda ham ko'p. Masalan, e'tibor bergan bo'lsalar ham oxirgi 5 yilda qanaqa rivojlanib ketdi stomatologiya? 5 yil, 6 yilda. Yangi sohalar chiqdi, masalan, implantologiya endi qancha oldin chiqdi Sherzod? Endi taxminan 2000-yilda Farg'onada, 98-99-yilda Farg'onada o'z implantatsiya markazi bo'lganda, lekin u payt qo'llanilgan tish implantlarning sifati, shakli va keyinchalik 2010-yilda, ya'ni 10 yil oralig'ida keltirib chiqqan asoratlari tufayli implantatsiya yo'nalishi ozgina O'zbekistonda oqsadi. Undan keyin Koreya implantlari va zamonaviy dizayndagi va tishning ildizini funksiyasini to'liq o'zida bajara oladigan tish implantlari chiqqandan keyin va ularni rezultati, ya'ni keyinchalik natijasi 15-20 yillab xizmat qilib berganini ko'rgandan keyin xalqimiz asta-sekin o'sha 98 dan 2010gacha bo'lgan asoratlarni unutib, hozirgi zamonaviy meditsinaga ishonib, hozir implantatsiya yana rivojlanib, oldiga qarab harakatni boshlayapti. Nafaqat implantatsiya, boshqa sohalar ham, masalan, tish davolashdagi hozirgi zamonaviy adgezivniy yangi protokollar kelib chiqdi, to'g'rimi? Masalan, Pascal Maniyalar yangi adgeziv sistemalar o'ylab topishdi. Qanaqadir yangi protokollar o'ylab topishdi. Shuni hisobiga oxirgi, masalan, 5-6 yil desak, menimcha adashmagan bo'lamiz. Tez rivojlanish degan narsa, konstruksiya juda rivojlanib ketdi. Bunga sabab aynan shu stomatologiyani, ya'ni adgezivniy sistema, ya'ni yopishuv xususiyati kuchaydi. Tishga bo'ladigan konstruksiyani yopishi kuchaydi ancha. Bundan tashqari yana hozir yangi sohalar kelib chiqyapti. Implantologiya rivojlandi qo'shimcha, bundan tashqari biomimetika degan soha kirib keldi stomatologiyaga. Bu ham yangilik, masalan. Buni o'zi alohida bitta dunyo desak bo'ladi. Biometrический stomatologiya to'g'risida ortodontiya. Ortodontiya juda katta o'sish bo'ldi ortodontiyada. Ayniqsa ortodontiya bilan, ya'ni faqatgina tish qatorini to'g'rilash, ya'ni biriklar bilan to'g'rilash yo'nalishi bilan gnatologiyani bir-biriga jipslashib hozir faoliyat, ya'ni funksional holatni tiklash, anatomik holatni tiklash rivojlanib borayotgan, ya'ni aksiograflar bilan, keyin kondilograflar bilan bo'g'im holatlarini o'zgartirish, bo'g'imdagi funksiyani, ya'ni perikus balandliklarni to'g'rilash yo'nalishidagi yangiliklar, ayniqsa bemorlardagi og'riq muammosi, mushakdagi muammolar, bo'g'imdagi muammolar va perikusdagi muammolarni yechimiga ayniqsa katta yordam beryapti. Bo'g'im deganingizga gnatologiya sohasi bo'g'im funksiyasini o'rganadi. Bu ham yangilik desak bo'ladi. Masalan, oldin ko'pchilik o'ylagan faqat muammo tishda deb. Lekin aslida muammo bo'g'imda, mushaklarda bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan diagnostika, ya'ni o'sha to'g'ri tashxis qo'yish masalalari hozir ancha
aktual bo'lib qolgan. Shu 5 yil ichida hozir asosiy o'sish bo'lgan narsa stomatologiyada bitta bemorga nisbatan har taraflama e'tibor berilib, bo'g'im sohasi, tish qatori, tishdagi muammolar har tomonlama e'tibor berilib, maksimal darajada rezultat olishga harakat qilinadi. Hozirgi paytga kelib уже. Albatta. Xo'p. Bizda keyingi savolimiz. Implantolog yoki ortoped bo'lish uchun vrachda qanaqa xususiyatlar bo'lishi kerak? Qondan qo'rqmaslik kerak deyish kerak hozir. Xo'p, Bunday xirurg bo'lish uchun qahri qattiq deydi-yu. Ya'ni qahri qattiq deganda u ishga nisbatan jo'sqis, ya'ni nima deydi? Grubiy yondashish emas, ya'ni nima deydi? Qattiq yondashib harakat qilish emas. Kerak bo'lsa har bitta yo'nalishda ishlaydigan vrach o'zini harakatlarini nozik qilsa va qaysidir sohada masalan kuch ozgina kattaroq berib ishlaydigan joyda ham o'zi kuchni beriladigan nuqtalari bor-da, o'sha nuqtalarni bilib turib ozgina harakat qilsa ham, ozgina kuch bilan berib turib, bemorni qiynamasdan, bemorga ortiqcha travma bermasdan turib vaziyatdan chiqadigan vaziyatlar bo'ladi. Ya'ni yengil harakat qilib ham, ya'ni grubiy harakat qilib bemorni ortiqcha travma berib yoki ortiqcha kuch berib turib ham vaziyatdan chiqadigan joylari bor yoki o'sha yumshoq vaziyatdan chiqadigan joylari ham bor. Asosan hozir maksimal darajada bemorga og'riqsiz, baribir yon bosiladi va bemorni qiynamaslik maqsadida yumshoq ishlanadi hozirgi vaqtda. Sababi bemorni o'zi ham sezadi. Vrach, stomatolog qanaqa ishlayapti? Ozgina kuch berib ishlasa ham ogohlantirib, mana shu joyda ozgina kuch berishga majburmiz. O'shaning uchun ozgina sabr qilib turasiz deb turib ogohlantirib ishlasa, u ham bir harakati nima deydi, ozgina kuch bilan bo'lgani bilan, lekin muloyimlik, ya'ni ogohlantirish bilan bo'lganligi hisobiga bemor u narsani to'g'ri qabul qiladi. Endi ko'pchilik o'ylaydi, ya'ni xirurglar baribir ozgina grubiyroq ishlaydi yoki grubiyroq harakat qiladi degan xulosasi bor, lekin hozirda unaqa emas. Ya'ni yumshoq ishlab turib, harakatlarni nozik qilib ham bemorga ortiqcha stress, ortiqcha travma bermasdan turib ham qilsa bo'ladi. Ya'ni xirurg bo'lish uchun birinchi navbatda o'sha qondan qo'rqmaslik, ozgina bo'lsa ham o'sha endi bemorga nisbatan emas, o'zini qilayotgan ishiga nisbatan ozgina qahri kattaroq bo'lgani yaxshiroq. Ya'ni qo'rqmasdan ishlash kerak. Shunaqa, qondan qo'rqadigan odam ishini yaxshi qila olmaydi va ishning sifatini ham ta'minlab bera olmaydi. O'shuning uchun ham xirurg odam ozgina ham mas'uliyatni o'zini bo'yniga oladigan odam bo'lishi kerak. Bu narsa o'zini statusini ham baland oshirishiga yordam beradi va qondan qo'rqmaslik bu o'sha ishni oxirigacha to'liq sifatli yakunlanishiga yordam beradi. Bu narsa endi siz aytganingizga men qo'shimcha qilaman. Qondan qo'rqmaslik, qahri qattiq degani har qanaqa vaziyatda ham o'zini nimasini yo'qotmasligi kerak. Shunaqa. Ekstremniy vaziyatlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Masalan, qon ketish holatlarida agar vrach qondan qo'rqadigan bo'lsa, ya'ni qonni ketish holati qanaqa? Men o'zimda sezganman-da, ya'ni og'iz bo'shlig'i sohasidagi arterial qon ketishlardan, ya'ni qon tomirlaridan qon ketishlaridan qo'rqmayman. Men o'zim masalan, uni qanaqa to'xtatishni hammasini usullarini bilamiz. Ya'ni oralniy xirurgiya bo'yicha o'qiganligimiz tufayli, lekin boshqa katta uyqu arteriyalari bor. Ulardan ketadigan qonda endi bitta joydan kesilsa patologgacha o'tadi. O'sha vaziyatda endi qanaqa qon to'xtatish usuli endi to'g'ri, katta asosiy qon tomirini bog'lash yoki koagulyatsiya qilish, u narsa vaziyatda katta miqdorda bir vaqtning o'zida kichkina vaqtning ichida katta miqdorda qon yo'qotilgan holatlarda men o'zim ham masalan bemorga yordam bera olmaganligimiz tufayli ozgina baribir gangib qolish bo'ladi. Ya'ni og'iz bo'shlig'idagi holatlar bo'yicha, lekin unaqa emas. Og'iz bo'shlig'i maksimal yirik qon tomirlaridan uzoqroq desak ham bo'ladi. O'shani hisobiga. Endi avvalambor qiziqish bo'lishi kerak-da, eng birinchisi. Qolgani ikkinchi darajali menimcha. Ya'ni xirurg odam to'liq anatomik zonalarni hammasini bilishi zarur. Ya'ni qaysi zonadan qon tomiri keladi, qaysi zonadan nerv o'tadi, hammasini bilib turib ish qiladigan bo'lsa, o'shanda bemorga zarar bermaydi. Har bitta qiladigan ishida o'sha anatomiya o'zi qilayotgan soha bo'yicha ko'zini oldida gavdalansa, bemorga zarar bermaydigan holatda implantni ham qo'yib chiqib ketadi va oxirida o'sha implantni ham funksional va anatomik vazifa bajarishini 100% ta'minlab berib turib ishni yakunlaydi. Maksimal aniqlik bilan qilinadi. Hammasi bilim, o'qish, teoriya kerak.
Ortopediya yo'nalishini tanlash uchun vrachda qanaqa xususiyat bo'lishi kerak? Bizani bilishimiz bo'yicha agar spokойный, maksimal O'zingiz nima deb o'ylaysiz? sokin, sizda shunga nisbatan nima deb javob bera olasiz? Endi hozir aytgandek, avvalambor qiziqish bo'lishi kerak. Bundan tashqari, masalan, ortoped olib qaraganda yo'naltiruvchi. Bemor kelsa, o'zi birinchi o'rinda ortoped qabul qilish kerak, konsultatsiya qilish kerak va qilinadigan ishlarda, masalan, endodontiya bo'lsa, ya'ni kanal plomba, tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, kanal ichini plomba qilish endodontiya. Buni endodontga alohida yuborish kerak. Undan keyingi etaplarda implantologiya, masalan, hamma etaplar qilib bo'lingandan keyin oxirida ortopediya bosqichiga kelib to'xtaladi. Bunda ortopedning xususiyati nima bo'lishi kerak? Ortoped bo'lajak tabassumni, masalan, bo'lajak rezultatni oldin tasavvuri bo'lishi kerak. Oldindan ko'ra bilish kerak. Og'izda ko'ra bilish kerak o'sha narsani. O'shanda o'ylaymanki, o'sha yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. O'sha patsientga qilingan har bitta ishi oyna yuzi desa ham bo'ladi. Bu ortoped. Chunki ortopedni qilgan ishi hamma narsani hal qiladi. Agar ortopedni ishi to'g'ri bo'lmasa, yo'qda implantolog hamma ishini zo'r qilgan bo'lsa ham, ortopedni ishi yaxshi bo'lmasa, u patsientga nisbatan yaxshi nima qoldirmaydi. Даже albatta, to'g'ri. Xullas, ortopediya va implantologiya bizda eng asosiy temalarimizdan bittasi va eng kerakli sohalardan hozirgi kunda. Shuni o'zida yana bitta qo'shimcha aytib o'tish kerak. Hozirda O'zbekiston stomatologiyasi Yevropa standarti bo'yicha ishlashni boshlayapti. Ya'ni qanaqa? Oldin bitta stomatolog hamma yo'nalishni qilaverardi. Ya'ni kanal davolashni ham, plomba qo'yishni ham, tish olish, tish qo'yish, hammasini bitta o'zi qilaverardi. Lekin har sohadan bir shingildaganda u vrach baribir implantologiya qiladigan bo'lsa, to'liq implantatsiya bilan shug'ullanadigan vrachni deyarli kerak bo'lsa 50% gacha ham bilimiga ega bo'lmaydi-da u. U degani keyinchalik asoratlarning ko'payishiga va bemorga keyinchalik zarar berishiga va qilingan ishni kamroq muddatda o'zini salbiy natijasini ko'rsatishiga olib kelardi. O'shuning uchun ham hozir O'zbekiston Yevropa standarti bo'yicha ishlashni boshlayapti. Ya'ni har bitta tor mutaxassisliklar bo'yicha talabalar o'qitilyapti va har bitta klinikada faqatgina bitta vrach hamma ish qilmaydi. Hamma vrach, ya'ni 5 ta vrach bo'ladigan bo'lsa, 5 talasi ham bitta yo'nalishni tanlaydi va o'sha yo'nalish bo'yicha eng zo'ri bo'ladi. Ya'ni bittasi kanal davolaydimi, o'sha bo'yicha eng zo'ri. Ya'ni qolgan kollektivlar ichida o'sha qolgan kollektivlar ham qilishi biladi o'sha ishni. Lekin o'sha bitta kanal davolash bo'yicha u vrach ko'proq opitga ega bo'lganligi tufayli va har kuni 5 tadan 6 tagacha o'sha tish kanalini davolaganligi tufayli qolgan sheriklariga nisbatan uni tajribasi ham kuchliroq bo'ladi va vaziyatdan, qiyin vaziyatlardan ham qolgan tajribalariga qolgan sheriklariga nisbatan vaziyatdan chiqib keta oladi. Osonroq chiqib keta oladi. Xuddi shu narsa bizda implantatsiya, ortopediya yo'nalishida ham xuddi shunaqa. Ya'ni bizning klinikada ham uzki, ya'ni tor mutaxassislar mavjud va 4 ta vrach ishlaydigan bo'lsa, har bittasi o'zini eng yaxshi bajaradigan va o'z ustida har doim shu tor yo'nalish bo'yicha malakasini oshirib turadigan yo'nalish bo'yicha faoliyat yuritadi. Ya'ni men implantatsiya qiladigan bo'lsam, Azamat aka ortopediya va Fayoz degan vrachimiz bor, u terapiya, ya'ni o'sha kanal plomba qilish va oddiy tishni restavratsiya yo'nalishi bo'yicha shug'ullanadi va o'sha sohani o'zining mutaxassisi. Bu narsa chiqazib qoladi. Bu narsa bitta bemorni ishini boshidan oxirigacha faqatgina o'zining tor yo'nalishlari bo'yicha eng zo'rlari, ya'ni eng zo'r vrachlari bilan ishni yakunlanishiga sababchi bo'ladi va bu narsa natija bemorni ham qoniqtiradi va bemorni ham quvontiradi va ishni sifatini ham oxirida yaxshi yakunlanib, Azamat akani qo'liga o'tganda, ya'ni oxirida o'sha ortopediya bosqichi yakunlanganda bemorni muammolari to'liq 100% holatda hal qilinishiga yordam beradigan turtki hisoblanadi. Ya'ni hozirda deyarli O'zbekistondagi shu 70-80% klinikalar tor yo'nalishlar bo'yicha faoliyat olib borishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yib, o'sha bo'yicha harakat hozirda u narsani qilishgan. Endi shu oldin ham masalan Sovet davrida bo'lgan ekan, ortopediya alohida, terapiya alohida bo'lgan ekan. Hamma o'zini ishini qilgan ekan.
уже uni mustaqillik boshlangandan keyin Bizda o'pish bo'lib ketgan ekan. yoshligimizda hamma ishi bitta vrach Mayli. qilib kelganda. Haligi kardiologga kirib qo'lim og'riyapti, sanmanku buni davosiga ketgan. Hop, shu joyda savol implant center klinikasiga bo'lgan g'oya qachondan o'zi kelib chiqqan? O'zi implantatsiya bo'yicha qiziqish o'sha 2020 o'zi bakalavr paytida 2019-yildan boshlangan va kursga o'sha implantatsiya yo'nalishi bo'yicha kursga borish maqsadim bo'lgan va O'zbekistondagi o'sha kurs o'tadigan bitta vrachni oldiga borganman. Lekin u vrach bakalavrni tugatmagunimcha olmayman va kursga qabul qila olmayman degan shartni qo'ygandan keyin magistratura boshlagan paytimizda implantatsiya yo'nalishi bo'yicha qiziqish bo'lib turib, o'sha vrachni oldiga borib turib kursiga qatnashish uchun yozilganman ro'yxatga. Va o'sha paytning o'zidan implantatsiya yo'nalishi bo'yicha o'sha vrachga nisbatan ixlos bo'lgani va o'sha vrachni o'zimizni endi g'oyibona ustoz edi-yu, o'sha kursga borguncha bo'lgan vaziyatda ham g'oyibona ustoz sifatida tasavvur qilib turib, o'sha vrachdek bo'lib turib kelajakda harakat qilaman deb oldimga maqsad qo'yganmiz va shu tufayli ham kursni tugatib bo'lib turib, kursni tugatishdan oldin ham o'zi bitta maqsad qilib yozib chiqqanman daftarga. Kelajakda qiladigan ishlarimiz ro'yxatida taxminan 200 tadan ortiq narsani o'zim maqsadlarimni yozib chiqqanman. Daftar hali ham turibdi. Daftar hali ham turibdi. Kollektivlarga ko'rsatganman. O'sha paytda 2020-yilda komandada, ya'ni o'sha tor mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha, ya'ni stomatologiya, ortopediya yo'nalishi bo'yicha, davolash va implantologiya yo'nalishlari bo'yicha o'zimizni komandaga kimlarni qo'sha olaman deb turib, o'sha ismgacha yozib chiqqanman. O'shanda ya'ni komandaga birinchi qo'shadigan odam sifatida kandidat, ya'ni vakil sifatida Azamat akani ham yozib qo'yganimni ko'rganman. Ya'ni maqsad bo'lgan oldindan Azamat aka bilan o'z magistraturada kurslash bo'lganmiz. Ortopediya bo'yicha bilimini bizlarga nisbatan kuchliligini ko'rib, qilgan ishlarini rezultatini ko'rib turib, komandaga qo'shish maqsad bo'lgan va taxminan 20-yil o'sha ro'yxatda maqsadlar yozib chiqilgan bo'lsa, taxminan mana shu 21-yilda bitta joyda Azamat aka bilan o'tirganmiz kafeda, keyin Azamat aka klinika aytgansiz yo'q ko'rsatganmidingiz? Yo'q, ko'rsatmaganman. Aytganman. Ko'rsatgan. O'tgan bu yil ko'rsatdingiz uni? Bu yil ko'rsatdim. O'sha nima deydi, vaqti kelganda bu yil ko'rsatdim. 21-yilda Azamat aka bilan suhbatlashib o'tirganmiz, ovqatlanib, o'sha payt menimcha Ramazon payti edi. Ramazon payti suhbatlashib o'tirganimizda Azamat aka shunaqa maqsad bor va keyinchalik klinika ochadigan bo'lsak, komandaga qo'shila olasizmi? Niyat bormi Toshkentga kelib turib ishlash? O'sha payt Farg'onada ishlardilar. Toshkentga ham onda-sonda kelib turardi, ya'ni totalniy, ya'ni hamma ishlari qilinadigan bemorning ishlari bo'lsa, kelib yordamlashib turardilar. Har doim ishlashga Toshkentga kela olasizmi? Ya'ni komanda qilib klinika ochadigan bo'lsak deganda, xudo xohlasa kelaman degan, o'z maqsadim ham shu degan. Shundan keyin o'sha maqsadlar yozilgan daftardagi birinchi yozilgan maqsadga nisbatan petichka bo'lgan. Keyin ketma-ket hamma narsa o'zi vaqtida davom etavergan, lekin maqsadlarni yozganimga deyarli qaramaganman. Taxminan menimcha o'tgan yili qaradiga. O'tgan yili qarab chiqqanimizda 200 tagacha yozilgan maqsadlarning ichidan taxminan 80% ga yaqini bajarilgan ekan. Ya'ni 160 taga yaqini bajarilgan. Yozganingiz esida ham yo'q-da. Yozganim esimda ham yo'q. Lekin ro'yxat maqsadni yozgan ma'qul ekan. U narsani hozir Hasan, Husan Mamasaidovlar ham gapirgan bitta nima deydi, qanaqadir daftarchasi bor. Kundalik daftari degan kitobchasimi bor. Nomi hozir aniq esimda yo'q, lekin ularda ham xuddi shunaqa maqsadlarni ko'proq yozib, o'sha bo'yicha harakat qilish. Ya'ni daftarga tushirilgan narsa keyinchalik hayotda realizatsiya bo'lib turib, o'sha narsaga nisbatan odamni harakati oshib boraveradi. Agar qanaqadir qiladigan ishingizni, keyinchalik qiladigan ishingizni rejasi va ketma-ketligi bo'lmasa, siz hayotda ham harakatingiz deyarli o'ngdan chapga gandiraklab yurgan odamga o'xshab qoladi. Ya'ni maqsadsiz yo'lda ketayotgan odamga o'xshab qolasiz. O'shuning uchun ham endi bu o'zimning hayotimdan o'tgan tajriba, shu 200 taga yaqin shunaqa yozilgan narsa xudoga shukr o'sha 80% gacha amalga oshdimi, demak bundan buyog'i o'sha qolgan 20% ni yana qo'shib turib, yana qolgan 80% chasini to'ldirib turib maqsad yozib chiqilsa, o'shanga nisbatan harakatga nisbatan Alloh taolo beraveradi. Shu yo'nalishni, stomatologiya yo'nalishini tanlaganingizga afsuslanish paytlari bo'lganmi degan savollar ham bor ekan. Afsuslanish bo'lmagan.
lekin karantin paytida shunaqa tushkunlik payti bo'lgan. Menda shunaqa xarakter bor, ya'ni aura bor. Uyda o'tira olmayman-da. Karantin paytida taxminan necha oy o'tirdik? 5 mi, 6 oy o'tirdik menimcha. Karantin paytida 6 oymi-da? Taxminan shunaqa. 6 oycha uyda o'tirdik. Undan keyin sal yengillashgan paytida ko'chaga chiqish boshlanganda, unda ham endi baribir o'zim Xorazmda bo'lganman-da. Xorazmda klinika yo'q, ya'ni o'zim shaxsiy klinika yo'q va xonani arendaga ham olmaganman va Toshkentda faoliyat yuritardim o'sha paytning o'zida ham. Shunda karantin payti uyda bo'lganmiz? Ha, faqat uyda bo'lganman. O'sha payt tushkunlikka tushib qolganman. Karantin payti men ishlaganman. Men ham ishlaganman-da. Men uyda hech kim yo'q, hamma ketgan. Bitta o'zim. Shunaqa bejik bilan. Bejik bilan, xalat bilan shaharda maza qilib yurardim. Xalatga bo'lardim. Gayam ushamasdi. Gap ushamasdi. Ushasa ham, doktor boravering, to'xtatib O'sha jo'nataver. Siz oilada nechta o'g'ilsizlar? Ikkita. Sizlar? Ikkita. Men bitta o'g'il bo'lganman, o'shaning uchun chiqarishmaganda karantin paytida. Bitta o'g'il bo'lsa ham qiyin. O'shaning uchun ya'ni sog'lig'ing kerak. Shu odamlar bilan kontakt bo'lsang, keyinchalik agar COVID yuqtirib oladigan bo'lsang, sen uyga kelsang, uydagilarga ham zarar bo'lib qolishi mumkin, ya'ni yuqib ketish, xafa bo'lishi mumkin deb turib, uydagilar chiqarishmagan. Sababi Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, o'zimni, oyimni onalari, ya'ni buvim o'sha o'g'illari bitta to'yga borgan, borma desa ham borganlar. O'sha paytda ya'ni karantin paytida ham taxminan 50-60 ta odam bilan to'y o'tkazishardi-yu. Keyinchalik maksimal 250 tagacha chiqarishdi, menimcha 200 tagacha chiqarilgan vaziyat bo'ldi. Boshida 30 tadan 50 tagacha qilib turib ham o'tkazishayotgan paytda to'yga borganlar yaqin tanishlariga. O'shanda yuqtirib kelib turib, keyin buvimga yuqqan. O'shandan keyin buvim og'ir holatga tushib olamdan o'tganlar. O'shandan keyin ham uydagilar endi taqiq qo'yganlar, ya'ni chiqmaysan, ishlashing kerak emas. Sog'lig'ing kerak. Ya'ni karantin tugab, hamma narsa o'z joyiga tushgandan keyin ishni davom ettirasan degan gapni aytishgan. O'sha paytda harakat qilishgan. O'sha paytda tushkunlikka tushganman va hech qanaqa ish yo'q, oldinga harakat yo'q. Faqat turasiz, yeb ichasiz, uxlaysiz. Turasiz, yeb ichasiz, uxlaysiz yoki kino ko'rasiz. Bu paytda faqat stomatolog emas, hech kim ishlamadi. Menimcha bu tabiiy bo'ladigan narsa. Bu afsuslanishga endi siz shunaqa afsuslandim deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Nafaqat stomatolog, boshqa почти ko'pchilik ish vakillari hammasi uyda o'tirib dam olishgan. Endi bitta narsani tushunish kerak-da, odamda potensial bor, ishlashga nisbatan qiziqish bor va kuchga to'lgan paytingizda u. Lekin siz uyda o'tiribsiz, hech qanaqa ish bajarmasdan. To'g'ri, dala o'zimizda tomorqa bor edi, unga chiqib turib, poliz ekinlari ekib turib qilingan, ishlangan, ya'ni kun o'tkazilgan. Lekin bu yoqda baribir o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha harakat, ya'ni rivojlanish bo'lmayotganligi tufayli ham qanaqadir tushkunlikka tushib bo'lgan va oldimga qo'ygan o'sha maqsadlarni ham bajarishga nisbatan taxminan kerak bo'lsa 1 yilgacha nisbatan vaqtni yo'qotganmiz deyarli. Lekin hozirgi harakatimiz o'sha 1 yilni ham qoplashga nisbatandir deb harakat qilyapmiz. O'sha paytda ham vaqtni bekorga ketkazmaslik maqsadida onlayn seminarlarni ko'rib, ya'ni o'sha endi implantatsiya bo'yicha emas, qolgan ya'ni tishni restavratsiyasi, kanal davolash yoki koronkaga tishlarni chaqlash, o'sha vinillar bo'yicha hamma kurslarni ko'rib chiqqanman. Lekin baribir o'sha xirurgiya yo'nalishiga nisbatan qiziqish bo'lganligi tufayli baribir magistratura yo'nalishini o'sha xirurgiyaga topshirganman. Karantinda menimcha ko'pchilik stomatologlar o'sishiga ancha turtki bo'lgan, chunki uyda qolib, nima deydi, ko'p narsa onlayn bo'lib ketdi. Shunaqa. Ya'ni bepul vebinarlar bo'ldi. Ko'p katta lektorlar bepul vebinarlar berdi. Nima deydi, prямой efirlar berdi Instagramda. Shunaqa. O'sha bilim olishimizga nisbatan yaxshi turtki bo'ldi. Men o'zim ham ancha o'sganman-da karantinda. Kuniga 8 soatlab zerikkaningizda o'qiysiz, boshqa qilasiz, vebinar ko'rasiz. Shu tarafdan. Bu taraflari ham, bu taraflari ham bor. Bu tomoni ham bor, lekin yana bitta no tarafi bor ekan. Ishlaysizda ishlaganlar. Men ishladim-ku. Ishladim. Pul bor cho'ntagida. Magazinga kiraman, siz magazin yo'q. Pul ishlatmaysiz. Ishlatolmaysiz. Pul ko'payib ketyapti, cho'ntakka sig'mayapti. Pul ko'p, cho'ntakka sig'mayapti. Magazin yo'q. Hech narsa ololmaysiz. Na kiyim olasiz, na yeb ichish. Bu tomoni ham bo'lmas ekan lekin.
Ya'ni odamda shunaqa narsa borda psixologiyasida. Agar pul topaversa-da, lekin o'zini motivatsiya oladigan darajada, ya'ni o'zini ehtiyojini qondiradigan yoki o'ziga yoqadigan narsani, ya'ni hobbisini ta'minlab beradigan detalni olmasa, o'ziga nisbatan sovg'a qilib olmasa, u ham ishlashiga nisbatan motivatsiyasini so'ndiradi. Ya'ni qachondir o'zingizga nisbatan sovg'a berib turishingiz kerak-da. Nimadir narsa olib turishingiz kerak. Boring, masalan, bir oyda har kun emas, bir oyda bir marta yoki yilda 2-3 marta o'zingizga yoqadigan yoki maqsad qilib qo'ygan narsangizni olib tursangiz, u ishingizga nisbatan sizda ham qiziqish, ham motivatsiyani yana kuchaytiradi. Ya'ni siz bekorga ishlamayapsiz, o'zingizni ehtiyojingizni qondiryapsiz, o'zingizni kelajagingizga nisbatan, ya'ni o'zingizni qiziqishingizga nisbatan kerakli bo'lgan ehtiyojlarni o'sha ishlayotganda topayotgan daromadingiz orqali ta'minlab berib olyapsiz. Bu narsa keyinchalik baribir oldingi harakatni yanada kuchaytiradi. Ehtiyoj bu borgan sari oshib boradi. Hech qachon kamaymaydi. Oddiy ish kunida qanchalik ko'p stresli ta'sir qiladi? Qanaqa stresslarga uchrab turadi stomatolog? Endi hozir Stresslar yetarli. Stress. Ayniqsa Azamat aka bilan ikkalamizda stresslar ko'proq. Sababi bitta men stressga tushmas ekanman. Shuni. Sababi komandaviy faoliyat olib borishda agar u sistemalashtirilmagan bo'lsa, ya'ni sistemalashtirilmaganda nima? Bitta stomatologning iloji boricha hozir endi o'zimizdan ham kelib chiqib turgan kamchilikda, bitta stomatologning kamida bitta assistenti bo'lishi kerak. Assistent u stomatologning faoliyatini, ya'ni o'zini shaxsiy o'sha tish davolashdan tashqari bo'lgan faoliyatini kontrol qilish kerak, ya'ni nazoratda olib turish kerak. Ya'ni bemorlarni ro'yxatga olish, bemorlar bilan gaplashish, uni keyingi ko'rikka, ya'ni keyingi qabulga vaqtini belgilash va keyingi vaqtga belgilaganda ham vrachni ogohlantirib turib, mana shu vaqtda bemorni belgilayapman, qancha vaqt ketadi deb turib, vrachni o'zidan o'sha qancha vaqt ketishini so'rab turib ham keyingi bemorni nazarchana qilish etapini belgilab oladi. U nazorat qiladigan o'sha assistent. O'sha narsalarni agar, ya'ni mayda stressga olib keladigan va ortiqcha vaqtni ketkazadigan detallarni agar o'sha assistent bo'yniga oladigan bo'lsa, vrachni stress kamayadi. O'zini ishiga nisbatan e'tibori kuchayadi. Hozir bizda xuddi shunaqa sistemalashtirish ketyapti. Xudo xolasa, asta-sekin bitta-bittadan har bittamizga alohida assistent olinadi va u vrachni o'zini ish faoliyatidan tashqari bo'lgan hamma detalni o'z bo'yniga oladi. Va unga o'sha qo'shimchasiga oylik to'lanadi. Hozir bizda xuddi shu kamchilik bo'layotganligi tufayli, ya'ni bir-birimizni grafikimizni bir-birimizga eslatib turamiz. Ya'ni sizga mana shu vaqtda men bemor yozilganmi deganda esdan chiqib qolibdi, uzr degan narsa bo'lib qoladi. Ya'ni bir-biriga sal yaqinroq bo'lgan vaqtda bemor nazarchana qilinyapti, ya'ni qabulga yozilyapti. Shuning hisobiga bemor ozgina bir-ikki vaziyatlarda, bu juda ko'p emas, bir-ikki vaziyatlarda bemor bir-biriga kutib qolyapti yoki bemorning o'zini ham shaxsiy kech qolishi tufayli, ya'ni qabulga kech qolish tufayli bir-biri surilib ketadi ozgina. Yarim soat, 1 soat oralig'ida agar kech qoladigan bo'lsa, keyingi keladigan bemorda qilinadigan ishga nisbatan u yaqinlashib qoladi. Shuning hisobiga ikkita bemor ham bir-birini kutib qolishi mumkin. Vaqt to'g'ri kelmay qoladi. O'shaning uchun ham asosiy bizda vaqt, ya'ni ham bemorlarning vaqtini qadrlash kerak, ham vrach o'zining vaqtini qadrlash kerak. O'shaning uchun ham bizda klinikamizda hozir administratsiya tizimi bor, ya'ni administrator bemorlarni qabulga yozish, ularni keldi-ketdisini nazorat qilish va medsestralarimiz qolgan mayda detallar, ya'ni material kamchiligi bo'lsa uni zakaz qiladi yoki o'sha nimadir instrument yetishmayotgan bo'lsa uni zakaz qiladi va tozalikka, dezinfeksiyaga, hammasiga, sterilizatsiyaga qaraydigan o'zimizda alohida xodimlarimiz bor. Endi asosiy qiladigan ishimiz o'sha har bitta vrachga nisbatan alohida assistent tashkil qilib turib, u assistentga hozirgi vaqtdagi vrachdagi ortiqcha stressni o'sha vrachga yuklaydigan muammolarni o'sha assistentga yuklab qo'yish va vrachdan o'sha stressni olib turib, vrachni e'tiborini faqat ishiga nisbatan yo'naltirish. Shuning hisobiga ham stress kamayadi. Yana bitta narsa, komandada iloji boricha baribir bitta odam bo'lsa ham mas'uliyatni o'zini bo'yniga olgani ma'qul. Ya'ni san menga solib yoki san unga e'tibor berishing kerak yoki san bunga e'tibor berishing kerak deb turib faoliyat yuritish, bu ya'ni bir-birovga tashlab qo'yish hisobiga o'sha narsa, ya'ni bajarilishi kerak bo'lgan narsa o'z vaqtida bajarilmasligiga olib keladi. Shuning hisobiga ham bitta odam agar komandada yomon ko'ringan taqdirda ham boshqa komandadagi a'zolariga nisbatan, ya'ni ularga mana shu narsani eslatib qo'ygan paytida ozgina baribir nima deydi, komandadagi a'zolarga nisbatan u bizani boshqaryapti yoki bizaga salgina eslatib qo'yib aql o'rgatayotgandek deb tuyulishi mumkin, lekin u narsani tagidagi asosiy ma'no kontrol qilish, ya'ni nazorat qilish, hamma narsani tartibga solib turish.
o'sha narsaga bo'lmasa nisbatan bo'lmaydi. shunaqa. Bo'lish kerak hamma bitta joyda. kishi ozgina bo'lsa ham bitta kishi qattiq qo'l bo'lib turishi kerak. Ya'ni komandadagi kerak bo'lsa vrachlar ham yoki komandadagi o'sha medsestralar yoki administrator ham bitta odamdan hech bo'lmaganda qo'rqish kerak. Qo'rqish kerak deganda, ya'ni ish faoliyatiga nisbatan. Ya'ni stress ishda bo'ldimi yoki qanaqadir muammo ishda bo'ldimi, o'sha ishda qolish kerak. Ishdan keyin masalan 6 dan keyin ish tugatildi, bironta joyga komandaviy kollektiv bilan ovqatlanishga boryapsiz. O'sha ishdagi stress u nimada hal qilib suhbatlashib o'tirish kerak emas. Ya'ni ishdagi muammo ishda qolish kerak, ishdan keyingi muammo oilaga o'tmasligi kerak yoki qanaqadir o'sha nimadir tadbir bo'yicha yig'ilib o'tirgan paytda o'sha muammoni hal qilmasligi kerak. Ya'ni ortiqcha stressni ortiqcha o'ylanib turib u narsaga nisbatan e'tiborni qaratish ham keltirib chiqaradi. O'shuning uchun ham muammo o'zini joyida qolgani yaxshi. Dam olishda ishdan gaplashmaslik kerak deysizda. Ishdagi problema ishda qolish kerak. Bunaqa narsa qiyinda, bilasizmi? Tog'ga chiqqanda ham tushib ko'chaga gaplashmaydi baribir shuni. Qayerga borsangiz, masalan, bolalar toqqa borsak ham, kursdoshlar yig'ilsak, bo'ldi, bu temani o'zgartiraylik deydi-da, keyin yana bittasi yana boshlaydi-da. Yana stomatologiyadan gap ketaveradi. Boshqa tema yo'qda gaplashishga. Nimaga gaplashasiz? Endi biz sohada shunaqa ekanda iloji yo'q. Patsientlardagi algoritmlar haqida kelgan patsientlarda hammasi, bemorlarimiz ham biladi, vrachlarimiz ham biladi, hamma protokol asosida ish qiladi. Shunaqa savol tug'ilyapti. Protokoldan tashqari ham ish qilinadimi yoki protokol bo'yicha protokol tuzilib, protokol bo'yicha ish qilinmagan paytlar ham bo'lganmi degan savollar bor. Tushunmadim shu savolni. Ya'ni aytayaptilar, har bitta bemorga nisbatan protokol tuziladi kelgan bemorga. davolash rejasi. Davolash rejasi. Nimadan boshlab, nimalar qanaqa jarayon ketadi, nimada tugaydi. O'sha plan lecheniyadan tuzilgan plan lecheniyasidan tashqari shunga qanaqadir o'zgartirishlar kiritib, yo plan lecheniya bo'yicha emas, umuman boshqacha tarafga o'zgargan joylari bo'lganmi degan savol bor. Bo'ladi, bo'lishi mumkin. Endi bu ishda hamma narsa bo'lishi mumkin. Masalan, patsient keldi, bemor keldi, siz og'izni ko'rdingizda shunaqa ish qilish kerak. Plan lecheniya qilasiz, masalan, davolash rejasini qilasiz. Ishni boshlaganingizda siz og'izdan nima deydi, vizual ko'rasiz, lekin masalan nima desam mumkin? Mayda chuddasigacha e'tibor bermasdan ko'ra olmasligingiz mumkin. Ishlash jarayonida masalan kariska va tozalash jarayonida pulpa ochilib qolishi yoki shunga o'xshagan muammo kelib chiqishi mumkin qo'shimcha. Bu holatda o'zi bemorga tushuntirish kerak. Yana bu taxminiy plan yana o'zgarishi mumkin. Ish jarayonida hamma narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni davolash rejasi tushuntirilayotgan payt, konsultatsiya paytida bizda ko'proq shunaqa an'ana bor. Bitta asosiy konsultatsiya beruvchi vrach o'tiradi va iloji boricha qolgan kollektiv, o'sha konsultatsiyada qatnashadigan kollektivlarimiz agar bo'sh bo'lsa, ular ham qatnashadi jarayon paytida. Ya'ni asosiy konsultatsiya beruvchi vrach baribir o'zini yo'nalishi, o'zini fikrlashi va o'zini tajribasi bo'yicha gapiradi. Ya'ni implantolog vrach agar o'zini tajribasi bo'yicha u bemorga konsultatsiya berayotgan bo'lsa, ortoped ham agar o'sha narsani eshitib turgan bo'lsa, ortoped bilan shu vaziyatda siz qanaqa fikrdasiz deb turib vrach implantolog ortoped sherigidan so'raydigan bo'lsa, u sherigi yana qo'shimcha o'zi ko'rgan, e'tibor beradigan jihatlarni aytib o'tadi. Shuning hisobiga yanada davo rejasi mukammallashadi. Ya'ni bitta bemorga biz davo rejasini taqdim etayotganimizda kamida asosiy 3 ta davo rejasi aytiladi va qo'shimchasiga 50 ga 50, ya'ni o'zgaradigan vaziyatlar ham aytib qo'yiladi bemorga. Sababi 100% to'liq ideal holatda boshidan oxirigacha yozilgani bo'yicha ketgan davo rejasi taxminan 50% yoki 60% holatda shunaqa bo'ladi. Qolgan 40% holatda baribir davo rejasi o'zgaradi. Ya'ni bu narsa birinchidan tishlarni eski koronkalar turgan paytida biz boshida konsultatsiya qilamiz, ya'ni koronkalar yechilishidan oldin. Koronkalar yechilgandan keyin yana reja o'zgarishi mumkin. Ya'ni boshida bemorga 3 ta yoki 4 ta implant qo'yish kerak deb aytilgan bo'lsa, koronkalar yechilgandan keyin ayrim tishlarni agar saqlab qolishi umuman iloji bo'lmasa, yana qo'shimcha implant qo'yilishga to'g'ri keladi. Shuning hisobiga plus minus bo'lish ehtimoli bor deb bemorga tushuntiriladi. Va undan tashqari bu jarayon endi bemordagi klinik holatga nisbatan o'zgaryapti. Yana bitta o'zgaradigan tomoni bu finans. Ya'ni bemor baribir qaysidir tomonlama 3 ta unga foyda keltiradigan darajadagi davo rejasi taqdim etildi.
plus 50 bo'ladigan qo'shimcha reja ham aytib qo'yilgan. Lekin bemor o'sha 3 ta rejani ham, qo'shimcha 50 bo'ladigan rejani ham tanlamasdan o'ziga moslashtirib turib, finansiviy taroqlama, ya'ni finansiviy tomonlama hamma rejani atkaz qilib turib, o'ziga moslashtirib olishi mumkin. Bu vaziyatda baribir bemorga o'sha moslashtirgan rejasini o'zini ham o'ziga foydalirog'i qilinadi. Ya'ni agar bemorga zarar beradigan rejani o'zi tanlasa, bunga zarar beradigan ish qilmaymiz baribir. Ya'ni unga tushuntiriladi. Bu narsa siz tanlagan narsa to'g'ri. Siz o'zingiz moliyaviy tomonlama hozirgi holatingizdan kelib chiqib turib o'sha rejani tanladingiz, lekin buni mana bunaqa kamchiliklari bor. Ya'ni sizga hozir moliyaviy tomonni o'ylab turib, siz o'zingizga keyinchalik kamroq xizmat qilib beradigan va keyinchalik sizga minusga rol o'ynaydigan rejani tanladingiz. Va bu narsa sizga keyinchalik kelib chiqadigan finansiviy xarajatni yanada 2-3 barobar ko'paytirib yuboradi deb bemorga to'liq tushuntirilsa, ya'ni bo'lg'usi kelajakdagi asoratlar tushuntirilsa, bemor baribir o'zini sog'lig'iga nisbatan yaxshisini tanlaydi. Biz bilamiz, ko'pincha patsientlar kelib turib, o'zi xohlagan nimani taklif qilib kelishadi. Masalan, o'zi xohlagan summaga, o'zi xohlagan ishi. Aytadi-ku, klient всегда прав deb. Bizada keladigan odamlar bular klient emas, bular patsient. Bu degani patsient har doim ham praf bo'lmaydi. O'sha siz aytganingizdek, patsientlarga har doim protokolni ichidan, o'sha rejani ichidan eng to'g'ri bo'lgani tanlab qilinadi. Bu joyda yana bitta e'tibor beradigan tomoni bor. Bemorga qachondir nimadir o'sha davo rejasi bo'yicha ketma-ketlikda yozilgan davo rejasida qanaqadir o'zgartirilishi kerak bo'lgan narsa kelib chiqdi. O'sha narsani oldindan ogohlantirib qo'yish kerak bemorga. Ya'ni uni ogohlantirmasdan turib, qilayotgan ishim to'g'ri deb turib bemorga hech nima demasdan turib ish boshlashdan bemorni shubhaga solib qo'yadi va kelishmovchilik keltirib chiqaradi. O'shuning uchun ham biz hozir komandaviy ishlaganda har bitta narsada bemorni ogohlantirib, deyarli jarayon kerak bo'lsa, bitta bemor bizga konsultatsiyaga keldi. Konsultatsiyaga kelib ketgandan keyin uni olgan stressi, ya'ni o'zidagi muammoni bilib oladi-yu. Nimadir muammolarning hammasini ochib berdingiz. Ya'ni u ozgina tomonlariga e'tibor berib keladi. Masalan, bir ikkita tishi yo'q, o'sha tomoniga e'tibor berib turib, o'sha muammosini hal qilaman deb keladi. Lekin biza uni og'iz bo'shlig'idagi hamma muammoni o'zini oldiga tushuntirib yozib berganimizdan keyin u o'ylaydi, juda katta muammo ekan va juda katta moliyaviy xarajatim bor ekan deb turib, bemorda qo'rquv bo'ladi. Bu birinchidan moliyaviy xarajatga nisbatan, ikkinchidan jarayonni qanaqadir ham ko'proq muddat cho'ziladi va ko'proq menga travma bo'ladi deb qo'rqadi. O'sha vaziyatda bemorga birinchi beradigan savolimiz asosiy jalobingiz, ya'ni asosiy shikoyatingiz nima? Ya'ni hozirda hal qiladigan muammongiz nima deb savol beradi. O'sha muammosini o'zi aytadi bemorga va bu muammongizni hozirgi vaqtda hal qilsa bo'ladi, lekin keyinchalik sizda mana bunaqa yashirin kechayotgan masalan jarayonlar bor. Bu narsa sizga keyinchalik kerak bo'lsa 1 yoki 2 yildan keyin mana bunaqa muammoni keltirib chiqaradi. O'shuning uchun hozir davolanishga keldingiz va keyinchalik siz taxminan 5 yil yoki 10 yil yoki kerak bo'lsa 20 yil stomatologik kabinetga faqatgina shu nazorat uchun, ya'ni nazorat rentgeni va ortiqcha toshlarni tozalab turish, ya'ni professional chistka uchun murojaat qilishingiz uchun hozirgi vaqtning o'zida shu muammolaringizni hal qilsangiz, siz qayta har oy yoki har 6 oydan bir, har 1 yildan bir stomatologik kresloga o'tirish ham stressda o'zi. Ya'ni bemorda hozirgacha yosh paytda olgan stress tufayli, ya'ni ukolni og'ritib qiladi yoki jarayon juda og'ir bo'ladi yoki charxlash jarayonida tishim qizib ketib, nervi og'rib yuradi degan qo'rquvlar bor-da. Hozir stomatologiya sohasida har bitta detal eng zamonaviy cho'qqisiga yetdi-da. Shuning hisobiga ham jarayon deyarli ukollar hisobiga ham og'riqsiz kechadi va zamonaviy hamda tez va sifatli ishlaydigan apparatlar tufayli hamda bu vrachlarning tajribasi tufayli jarayon deyarli 100% og'riqsiz o'tadi. Shuning hisobiga ham bemorlar bir vaqtda bizga murojaat qilib keldimi, o'sha vaziyatni o'zida unga hamma muammosini ochiqchasiga aytib, o'sha muammolarni vaqtida hal qilishni tushuntirilsa, bemorlar o'shanga nisbatan baribir vrachning tavsiyasiga qarab turib harakat qilyapti. Ya'ni bemorlarimizni tibbiy bilimi va tibbiy ko'nikmasi ham oshib boryapti borgan sari. Bundan quvonish kerak. Asta-sekinlik bilan o'zi keladi-yu bemor. O'zi bitta tishimni og'rib kelgandim. Shuncha problema bor ekan-ku. Kimdirlar o'ylaydi, atang qilyapti deb o'ylaydi, pul ishlash uchun. Hozir o'sha stomatologiyada qo'rqadigan, og'riqli o'zi nima qolmagan. Shunaqa desa ham bo'ladi. Avvallari bo'lardi, yoshligimizda yonimizdan to'rtta medsinstra ushlab turib,
tishimizdan olgan, oyoqdan ushlab. No, hozir unaqa narsa yo'q. Xudoga shukr, ancha. Og'riq yo'q. Og'riq masalasi bu baribir nozik masala. Og'riq bo'lmasa ham bemorda qo'rquv juda ham ko'p. Chunki siz masalan siz vrachsiz, sizni gapingizdan ko'ra qo'shnisini gapi nima deydi? Kuchliroq deydimi? Ishonchliroq bo'ladi. Tushundingizmi? Sababi u birinchi sizni ko'rib turibdi-da, hali endi birinchi marta ko'ryapti. Qo'shnisini 20-30 yildan beri taniydi. To'g'ri. Balkim shungadir. Shu. Ya'ni sizni psixologik jihatdan tanib turib, sizni maslahatingizga ko'nib turib harakat qilishdan ko'ra, qo'shnisini aytgan bitta mish-mish gapiga ham ishonib ketaveradi-da. Unaqa pasentlar juda ko'p bo'lgan. Ishonish emasda sig'inib ketadiganlar bor. Yo'q, dedi Shu qo'shnim joyda- shunaqa deb qo'yadi. Sizning gapingiz emas, dedi qo'shnim shunaqa. Qo'shnim shunaqa deydi, baribir doktorga keladi. Shu joyda mana eng ko'p beriladigan savollar. Implantatsiya rak keltirib chiqaradimi degan savol bor-da. Ko'pchilik patsientlarimiz aktual savol bilan kelishadi. Mana shu Shunga vaziyatda bitta mana chiroyli podrobniy javob bersa yaxshi bo'lar. yaramga tuz sepsiz deydi-yu. Ya'ni qaymog'ini ayting, qaymog'ini joyini bor. shunaqa. Endi shu paytgacha, ya'ni implantatsiya yo'nalishi eng rivojlangan, ya'ni titan materialdan foydalanish boshlangan yili taxminan 1960-yildan beri desangiz ham, shu paytgacha hech qanaqa rak kasalligini keltirib chiqarmagan. Yaqinda ham bitta odam keldi, rakoviy kletkalarni dedi uyg'otib yuborar ekan deyapti, implant qo'ysa deyapti. U qanaqa mish-mish shu darajada tarqab ketgan, ya'ni palak otib ketgan. Uni qanaqasiga bemorlarga ongiga singdirishdan tashqari baribir aylanib yuribdi o'sha gaplar. Hech qachon implant rak kasalligini keltirib chiqarmaydi. Bu Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ham tasdiqlangan va meditsina yo'nalishi bo'yicha faqat stomatologiyada emas, u titan materiali, ya'ni tish implantini asosiy sostavidagi metal bu zanglamas va organizmga hech qanaqa zararli ta'siri bo'lmagan, ya'ni bioinert material titandan yasaladi va u hech qanaqa rak kasalligini keltirib chiqarmaydi va organizmda qanaqadir yallig'lanish jarayoni yoki suyakli yemirilish jarayonini ham keltirib chiqarmaydi. Qachonki bemorda o'sha protivopokazaniya, ya'ni qarshi ko'rsatmalar bo'lmagan vaziyatdagina qo'llansa, ya'ni qarshi ko'rsatmalarni o'zini profilda ham biz ko'p gapirganmiz. Masalan, chekish, ichish, homiladorlik yoki gormonal o'zgarishlar yoki yuqumli kasalliklardan spid, saxir masalan eng asosiy qo'rqadigan bemorlar o'sha saxir holatlarida ham o'zini qo'yadigan o'zini normativlari bor. O'shalarni saqlab turib qilinsa implantatsiya natijasi ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni qarshi ko'rsatma bo'lmagan vaziyatlarda va bemorga vrach to'g'ri pozitsiyada va to'g'ri qo'ysa implantni, kerak bo'lsa umrini oxirigacha xizmat qilib beradi. Hech qanday suyakli yemirilish keltirib chiqarmasdan. Agar qo'pol qilib aytganda rak kasalligini keltirib chiqarsa o'zimizni sherigimizni otasiga qo'ymagan bo'lardik yoki o'zimizni qarindoshlarimizga qo'ymagan bo'lardik va buvamlarga shunaqa qo'yildi, onamlarga qo'yildi. Shunaqa. Yaqinda xudo xolasa men o'zim ham shu hafta ichida implantatsiya rejalashtiryapman. O'zimga qo'yib ko'rsatamiz, ya'ni xudo xolasa publikatsiyada men rengenga borganimdan to implantatsiya jarayonidan oxirigacha va bir hafta ichida qanaqa o'zimda holatlar o'tgani bo'yicha ham xudo xolasa u bo'yicha ham publikatsiya qilamiz. Ya'ni pichoqni o'zingga ur, og'rimasa keyin boshqaga ur degan narsada, ya'ni naql kabi o'zimda ham ko'rsataman o'sha narsani. Ya'ni agar qanaqadir rak kasallik keltirib chiqarsa, men o'zimga o'sha narsani ravo ko'rmayman-ku yoki o'zimiz yaqinlarimizga ravo ko'rmaymiz u narsani. Ya'ni bu narsa mish-mish. Ochiqchasiga aytadigan bo'lsak mish-mish. Xo'p, bizada keyingi og'riqli savollardan bittasi, nima uchun implantatsiya qimmat? O'zi qimmatmi implantatsiya degan savol bor-da. Endi shu yerni o'zida hozir Aktual savol 2. Nimadir gapirmoqchimikansiz deb o'yladim. Gapingiz bo'ldi, uzr demoqchi edim, qarang. Bu bo'yicha hozir sxematik ravishda boshidan oxirigacha gapirib o'taman. Ya'ni birinchi navbatda implantatsiyagacha nimaga bemor murojaat qildi? Ya'ni tishni oldirishigacha nima jarayonlarga o'tdi? O'sha narsa bo'yicha gaplashib o'tamiz. Ya'ni agar tishda ozgina etiologiya bo'yicha, ya'ni kelib chiqishi bo'yicha, o'sha etiologiyasi bo'yicha birinchi navbatda tishni yo'qotilishigacha olib keladigan jarayonlar haqida gaplashamiz. Ya'ni tishda yemirilish boshlanyapti. Bu narsa nima hisobiga? Ovqatlandi bemor, ya'ni o'sha bemor ovqatlandi, tishni yaxshilab yumadi yoki shirinlik yedi va yaxshilab yumadi. Shuni hisobiga og'iz bo'shlig'ida o'sha ovqat qoldig'i yoki shirinlik hisobiga og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalar ular bilan oziqlanadi va o'zidan sut kislota ishlab chiqaradi. O'sha kislota tishni yemiradi. Ya'ni oddiygina qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, kadr qo'yib olsa yaxshi bo'lardi.
temirni ham eritadigan kislotalar bo'ladi. Xuddi shunaqa jarayon yemirilishdan boshlanadi. Ya'ni xalq tilida tarqalgan qurtlabdi, tishing qurtlabdi degan narsa bu tishning qorayishiga nisbatan, ya'ni ichida qurt bor deb o'ylashadi. Lekin bir ikkita kadrlarni ham ko'rganman. Bemor necha yillar tushunmagan ichidan qurt yuradigan bemorlar ham bor. U bizning davlatda emas, u boshqa davlatlardagi kadrlarni ko'rganman, lekin jarayon xuddi shunaqa. Ya'ni qurtlabdi degan narsa bu tishning ichida qurt bor degani emas. Ya'ni jarayonga nisbatan, prosesga nisbatan. Ha, shu joyga gapingiz bo'ldi, uzr. Tishingiz qurtlabdi degan narsa menimcha nima deydi, kattalar yosh bolalar qo'rqitish shuni aytib o'zi o'shanib qolganda o'sha narsaga. Chunki hozir yoshi katta odamlar ham mana shu tishim qurtlabdi deb keladi-da. Shunaqa. O'sha yosh bolani aldanadi-yu, tishning ichidan qurtni oladi doktor deb turib ham o'sha narsa yosh bolani kresloga o'tirishiga yordam beradigan narsa bo'lgani uchun ham shu gap tarqalgan. Ya'ni jarayonni boshdan tushuntiradigan bo'lsam, o'sha tish yemirilishi boshlandi. Ya'ni tishning o'zini anatomiyasi bo'yicha 3 ta qatlami bor-da. Endi qattiqlik to'qimalari bo'yicha endi 2 ta qattiq to'qimasi va ichida yumshoq to'qimasi. Ya'ni emal, dentin va endi predentin, undan keyin tishning nervi, ya'ni pulpa. Nerv tutamida ham qon tomirlari bo'ladi, limfa tomirlari va nerv tolalari bo'ladi. Ya'ni o'sha pulpagacha yetib borgan zonada, ya'ni qattiq to'qimasi emaldagi yemirilish va dentindagi yemirilishlar agar vaqtida davolansa, o'sha tishni saqlab qolsa bo'ladi. Nervigacha saqlab qolsa bo'ladi. Agar bemor vaqtida murojaat qilmadi, nervgacha o'tdi, ya'ni organizm o'sha yemirilish jarayoniga nisbatan adaptatsiyasi bo'lib turib, unga nisbatan qarshilik qilaveradi. Ya'ni chustvительностьni kamaytirish maqsadida yanada toch pulpasi, ya'ni nervga sezuvchan zonalarni qattiqlashtirib, dentikllarni hosil qilishni boshlaydi. Bu narsa chustvительностьni kamaytiradi. U narsa endi bosim o'zgarishi hisobiga u narsa seziladi, lekin dentiklar hisobiga nervdagi sezuvchanlikni ham organizm maksimal himoya qilishga harakat qiladi. Ya'ni organizm maksimal kurashadi. Shu vaziyatda ham bemor vaqtida murojaat qilmadi, nerv chiriydi va nervdan keyin ildizdagi tolalar ham chirib turib, endi jarayon qayerga o'tadi? Suyakka o'tadi. Ya'ni tish faqat milkda ushlab turmaydi. Bemorlarimizda shunaqa noto'g'ri tushuncha bor. Implantni milkka qotirasizmi degan tushuncha. Yo'q, milkka emas. Sizda milkdan keyingi to'qima bu suyak. Suyakning ichida turadi bu tish. Ya'ni tish suyakka periodont tolalari degan mayda tolachalar bor. O'shani hisobiga ushlab turiladi va tish bir-biriga jipslashgan paytida o'sha tolalarni ya'ni juda mayda tebranish hisobiga tishda ozgina tebranish bo'ladi. Uni bemor his qilmaydi. O'sha tolalardan ham o'tib turib, ya'ni nervni kanalidagi tolalar ham chirib turib, endi jarayon suyakka o'tadi. Bu endi periodontit, ya'ni karies yuzaki, o'rta va chuqur karies, undan keyin nervga o'tdi, pulpitlarga o'tadi va pulpitdagi, ya'ni nervdagi yallig'lanish jarayoni keyinchalik periodontga, ya'ni tishning ildizining atrofidagi to'qimalarga o'tadi. Undan keyin suyakka o'tadi. Shuning hisobiga ham tishni qayta tiklab bo'lmaydigan darajagacha olib kelib qo'yadigan yallig'lanishlar bor. Bu narsa nima hisobiga yana davom etadi? Shu jarayonlar o'tib keldi va tishning to'qimasi chiridi. Ya'ni mo'rtlashishni boshladi. Buni hisobiga tepadan uni antagonist, ya'ni juft bo'lgan tishidan nagruzka tushgan payt tish trishina beradi, ya'ni sinadi. Shuni hisobiga tishni qayta tiklab bo'lmaydigan darajada olib tashlashga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni bemor etologiya shu paytgacha olib tashlanadigan degan tushunchani aytdik-ku. Shu paytgacha yuza, o'rta, chuqur, pulpit, periodontit. Shu vaziyatda, ya'ni 5 ta diagnoz bo'yicha holatda bemor bizga murojaat qilmadi. Oxirida trishina bo'lganda murojaat qildi. O'sha vaziyatda tishni olishga to'g'ri kelib qoldi. Agar vaqtida o'sha yuza kariesini davolatganda, masalan, taxminan 200 ming 300 ming so'm pul ketishi mumkin plombani o'ziga. O'rta karies bo'lsa, uni o'zini ajratuvchi qatlamlari bor, ya'ni nervni himoya qiladigan qatlamli plombalar yoki sementlardan foydalanib, keyinchalik yana qatlam qilib turib zamonaviy plombalarni ishlatiladigan bo'lsa, masalan, endi narxni ham ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, o'rta karies uchun 500 ming 600 ming kerak bo'lsa, 1,5 milliongacha pul ketishi mumkin ishlatiladigan plombani sifatiga qarab. Keyingi etap endi chuqurlashdi, juda nervni olishga majbur bo'linadigan holat bo'lsa, bu yoqda endi ikkita vrach ishlaydi, ya'ni kanalni davolaydigan, nervni davolaydigan endodontist, undan keyin restavrator, ya'ni plomba qiladigan vrach ishlaydi. Bu vaziyatda yanada narx qimmatlashadi. Agar trishina berdim, bo'ldi. Ya'ni bemorda moliyaviy xarajat agar boshida hal qilinsa, u narsa kichkina xarajat bilan bemor vaziyatdan chiqib ketadi. Agar muammo kattalashib boryaptimi, ya'ni buni sxematik o'zini rasmi ham bor. Bitta tanga, 3 ta tanga, 10 ta. Ya'ni tishning kichkina to'qimasi yemirilgan bo'lsa, kamroq tanga, o'shanaqa rasm bor. Uni nimaga
YouTube kanaliga qo'yiladi. Xuddi shunaqa sxematik ravishda Yevropadagi vrachlar bemorlarga tushuntirish maqsadida uni ishlab chiqqan. Ya'ni tishni yo'qotilishi bu tabiiy tish, ya'ni Alloh taolo yaratgan tishni bemor yo'qotilishiga olib kelyapti va moliyaviy xarajati ham oshib boryapti. Lekin vaqtida davolatganda, vaqtida murojaat qilganda uni moliyaviy xarajati juda kamroq bo'ladi. Endi implantatsiya qimmatmi degan savoldan kelib chiqadigan bo'lsa, agar bemor o'zini tabiiy tishini saqlab qolishgacha bo'lgan muddatda agar o'sha 5 ta diagnoz, ya'ni tushuntirganimiz bo'yicha nervgacha o'tdi, nervni davolatdi va plomba qildirdi. Plomba qildirgandan keyin ustiga koronka qildirdi. O'shangacha bo'lgan jarayonlarni xarajatini taxminiy hisoblaydigan bo'lsak, endi dollarda hisoblaydigan bo'lsak, menimcha $300 borib qoladi o'rtacha. Endi o'sha tishni olib tashatdi deylik. Bitta tishi yo'q bemorni. Bitta implant qo'ydiradi, holatga qarab turib, masalan, implantlarning narxi ham kanalimizda bor, bemorlarimiz biladi. Har xil narxlar, ya'ni eng arzoni $150 dan $450 gacha implantlar bor. Masalan, o'rtacha implant to'g'ri keldi deylik. $250 implant qo'yiladi, ustiga qo'yiladigan koronka detali ham alohida unga individual ravishda yasaladi laboratoriyada. Shuning hisobiga u koronkani ham taxminan $200 desak, $450 ga tushadi rasxoti. Ya'ni bitta tishni davolatishgacha bo'lgan, o'zini tishini saqlab qolsa $300 ketyapti. Endi u tishni olib qo'yilishigacha sababchi bo'ldi bemor, tishi olindi. Endi implant qo'yib jarayonda o'sha tishini qayta tiklab, chana funksiyasi qayta tiklanyapti. Bu jarayonda $450 xarajat ketyapti. Ya'ni $150 plus qo'shimchasiga ketyapti. Endi bu yo'qdan bor qilinadi. O'shani bordan yasash boshqa, yo'qdan bor qilish boshqa. Xuddi shunaqa narsa. Bu jarayonda har bitta detalga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, deyarli implantatsiyadagi xarajat 70-80% gacha borib qoladi. Ya'ni qolgan 20-30% bu vrachning xizmat narxi bo'lib qoladi. Bu narsa implantatsiyani qimmat deyilishiga sababchi bo'ladigan narsa emas deb tushunaman. Endi to'g'ri, baribir xalqning moliyaviy holatiga nisbatan kelib chiqib turib biz narx belgilaganmiz va o'sha narxni deyarli 2 yildan beri stabil ushlayapmiz. Ya'ni narxni o'zgartirmayapmiz. Bu narsa baribir xalqni o'ylagan holda kelishilib, komanda bilan kelishilgan holda o'sha narsani saqlayapmiz. To'g'ri, har xil moliyaviy holatga nisbatan bemorlarimiz bor. Ularni ham o'ylagan holda o'zi murojaat qilib kelgan payt ularga ham yordam beradigan vaziyatlarimiz bo'ladi ayrim vaziyatlarda. Ya'ni bemor o'zini holatini tushuntiradi, undagi holatdan kelib chiqib turib yordam beradigan vaziyatlarimiz ham bo'ladi. Lekin u endi ochiqchasiga aytilmaydi. Ya'ni implantatsiya qimmatmi degan narsada endi moliyaviy xarajati, ya'ni implantning o'zini tan narxi, undagi detallar, ya'ni milk shakllantiruvchi degan qism bor, uni xarajati bor va abutment degan chasti bor, uni xarajati bor va endi alohida yasaladigan tish koronkasi, ya'ni qoplamasi. Bu narsa bemorga ko'rinib turadigan chasti. O'shani xarajati bor. Ya'ni implantda faqat implant xarajati emas, jarayon yakunlanguncha o'sha 4 ta detalning ham xarajatini o'zi deyarli umumiy summani 70-80% gacha qismini egallab qo'yadi. Qolgan o'sha 20-30% bu vrachni xizmat narxi hisoblanadi. Bu yerda o'zi savol sal noto'g'ri berilgan desa ham bo'ladi. Nima uchun implantatsiya emas, nima uchun o'zi stomatologiya uslugasi qimmat degan savolga javob bersa bo'lardi. Men bu savolga o'zim javob beradigan bo'lsam, почти endi vrachlar bor. Material uchun yoki o'zidan qiladigan xizmat narxidan tashqari boshqa narsaga rasxod qiladigan vrachlar bor. No, hech qaysi vrach demayman, no shunaqa vrachlar ham bo'lishi mumkin, stomatologlar bilan baravar materialga boshqa narsaga rasxod qilgan. No, asosan stomatologiyada uslugani qimmatligining asosiy sababi ishlatadigan materiallari undan tashqari qo'yiladigan implant yoki koronkalarni o'zini tan narxlari yoki texnikka beriladigan summalari, o'shalarning hisobiga ham почти ko'pchilik vrachlar stomatologlardagi materialga rasxod qilmaydi. O'shani bizada odamlarni tushunishi sal qiyinroq. No, endi bitta material birinchi o'rinda emas, albatta. Birinchi o'rinda albatta vrach malakasi va bilimi. Chunki vrachlar bor, masalan, boshida o'rganda o'sha olgan bilimi bilan oxirigacha ketadi. Vrachlar bor, o'z ustida tinmasdan ishlaydi, masalan, qo'shimcha o'qiydi, ishdan tashqari o'z ustida ishlaydi. Ular albatta o'zini mehnatiga yarasha haq olishi kerak-da. Va shunga yarasha sifatli ish bo'ladi. Xalqda shunaqa nima bor-da.
stomatologga boryapman desa, nima tilla topdingmi deyishadi-da bizani xalqda. O'shani ham savol ham bekorga emas. O'zbekistonda tajribali implantologlar qanchalik ko'p? Ancha ko'p. O'zini ommaga taqdim qilmaydigan vrachlar ham ko'p. O'zim taniydigan vrachlar bor, ular o'zini ommaga taqdim qilmaydi. Lekin tajribasi ham kuchli. Qaysi vrachlarni o'zingizga raqobat, konkurent deb biladigan vrachlar bormi? Shular haqida qanaqa fikringiz? Konkurent emas, kerak bo'lsa, yosh kattadan ham, yosh kichkinadan ham o'rgansa bo'ladigan vaziyatlar bo'ladi. O'zimga eng ustoz sifatida biladiganim shu bitta vrach bor. Uni deyarli ko'pchilik taniydi. Implantolog. Endi o'zimizni magistraturada ta'lim bergan ustozlarimiz bor. Hozirda o'sha o'zimiz ishlatadigan implant sistemadagi ayrim bir ikkita vrachlarimiz bor. O'sha implant sistema bo'yicha shug'ullanadigan va sotuvni amalga oshiradigan, ular ham implantatsiya yo'nalishi bo'yicha shug'ullanib turishadi va zamonaviy implantatsiya bo'yicha qanaqadir qo'shimcha yordamlar kerak bo'lsa, ya'ni maslahatlar kerak bo'lsa bir-birimiz bilan ham maslahatlashib turamiz. Ayrim vaziyatlarda ular maslahat so'raydi, o'sha vaziyatda bizlar ham beramiz, ulardan olib turadigan maslahatlarimiz bo'lib turadi. Ya'ni implantologlar deyarli kerak bo'lsa, o'zi meditsina sohasi bo'yicha ham, kerak bo'lsa boshqa yo'nalish bo'yicha ham o'zini sohasidagi vakili bo'lgan hamkasbiga nisbatan unga konkurent sifatida qaramaslik kerak. Sendan ungadan mendan bugina degan narsa bor-ku, xuddi shunaqa narsa, ya'ni kerak bo'lsa davrada o'tirish kerak, bir-biri bilan muloqot qilish kerak, bir-biriga kerak bo'lsa vaziyatlarda, ya'ni o'zida bo'lgan vaziyatni gapirib berib turib, mana bunaqa vaziyatda mana bunaqa yo'l tutdim desa, kerak bo'lsa o'sha vrach o'sha narsa esida qoladi. Agar shu vaziyatga tushib qoladigan bo'lsa, vaziyatdan chiqish usulini undan oldin o'sha qolgan hamkasbi vaziyatdan chiqib bo'ldi, ya'ni o'zini hayotiy tajribasi tufayli. O'sha vaziyatda u ham bemorni qiynamasdan turib masalan vaziyatdan chiqishi mumkin. O'shanaqa vaziyatlarda iloji boricha bir-biriga konkurent sifatida emas, kollektiv sifatida va hamkasb, hamfikr sifatida bir-biri bilan muloqot qilib, bir-biri bilan davrada o'tirib va qanaqadir ilmiy davralar bilan agar shunaqa suhbatlar olib boriladigan bo'lsa, bu birinchidan vrachlarning o'ziga ham manfaatli bo'ladi, ham bemorlarga nisbatan ham manfaatli bo'ladi. Shunaqa. Azamat aka, sizni fikringiz qanaqa bu temada? Man klinikada sizdan o'rganaman, Sherzoddan o'rganaman, kerak bo'lsa Fayozdan. Sherzod aytgan gapi to'g'ri, men bu narsani to'g'ri qabul qilaman. Kattadan ham, kichkinadan ham o'rganish kerak. So'rashdan, qilishdan uyalmaslik kerak. Yana bitta bizada nima deydi, tanish orttiradigan narsa bu jarayon master klasslar, malaka oshirish kurslarida. Masalan, Azamat aka ham yaqinda Qozonga borib keldilar, ular bo'yicha gapirib beradilar. O'sha kursga borgandagi vrachlarning dunyoqarashi, ularning bilimi darajasi boshqasini suhbat paytida baribir dunyoqarashingiz u ham kursga nisbatan, ham dunyoviyga nisbatan oshadi-da baribir. Shaxsiy tajribaga nisbatan bir-biri bilan almashinadi va keyinchalik ham qachondir o'sha Qozonga yana bir ish tushib borganlarida Azamat aka ko'chada qolmaydilar, qo'pol qilib aytganda. Ya'ni tanishlari bor. Bir-birini chaqiradi, bir-biri bilan suhbat qilgan, tajribasini almashgan, shuni hisobiga tanish orttirishga ham olib keladi bu malaka oshirishlar hammasi. Networking deydi-ku. Shunaqa. Networking. Savolim chala qolib ketdi. Savol qaytarib oling. Boshqa ortopedlarni o'zingizga konkurent deb bilasizmi? Ularga nisbatan qanaqa fikringiz? Endi konkurensiya masalasi bu bo'lish kerak. Meni fikrim bu. Bilimga nisbatan. O'sish uchun. Konkurensiya bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. Konkurensiya bo'lish kerak, lekin ustoz shogird masalasi bu alohida masala. Bu narsa qanaqa desam mumkin, konkurensiya rivojlanishga olib kelsa, ustoz shogird bu ham shunga o'xshagan narsa degan bo'ladi. Instrument desa ham bo'ladi, rivojlanish uchun. Rivojlantirish uchun instrument. Ya'ni masalan gapingizga gapiravering. Masalan, konkurensiya bo'lish kerak deganda, men boyagi hamkasblarni konkurent sifatida qabul qilmaslik kerak dedim-ku. Bu narsa konkurentni
agar konkurensiya bilimga nisbatan, ish jarayoniga nisbatan bo'lsa, u rivojlanishga olib keladi. Lekin ko'rolmaslikka nisbatan bo'ladigan bo'lsa, bu ikkala vrachning ham tanazzuliga olib keladi-da. Qachondir bir-birini oyog'idan suv quyadi, oyog'idan chaladi yoki boshqa narsa qiladi, bu bo'ladigan narsa yoki bir-birini ortidan gapirib qo'yishi mumkin. Ya'ni shunaqa bemorlar ham borda, konsultatsiyaga kelgan paytida mana shu vrach mana shunaqa dedi, sizni fikringiz qanaqa deb turib, gap olib turib, gapni olib boradigan pasientlar ham bo'ladi yoki mana bunaqa ish qilib qo'ydi, xato ish qilib qo'ydimikan, bitta tekshirib bering deydigan odamlar bo'ladi. O'sha vaziyatda agar vrachni bilimi agar yaxshi bo'lmasa va o'sha bemorni o'zida ushlab qolishga harakat qiladigan bo'lsa, narigi implantologni kerak bo'lsa, ko'proq aytganda ustidan mag'zava ag'diradi deydi-ku. Xuddi shunaqa narsa ishini yaxshi qilgan bo'lgan taqdirda ham yo'q, yomon qildi deb yomonlashi mumkin. Bu narsa eng saviyasi past bo'lgan vrachning ishi deb bilaman. Ya'ni etika, estetikaga ham shunaqa. Keyin shunaqa vrachlar bor hozir. Hozir ham bor. Ya'ni bemorga nisbatan talashib turib, bemorni o'zida ushlab qolishga nisbatan konkurensiya bo'ladigan bo'lsa, u konkurensiya emas. U sohani tanazzuliga olib keladi. Ya'ni sohani rivojlanishdan to'xtatib qo'yadigan narsa. Ya'ni bu rivojlanishdan to'xtatadi degan narsa vrach o'zida bemorni ushlab qolishga nisbatan boshqa vrachni yomonlayapti yoki o'zini ishini yaxshi deb maqtayaptimi? U vrach o'zi rivojlanishdan to'xtab bo'lgan degan xulosaga kelinadi. Va u vrachga nima kerak? Asosiy finans, ya'ni pul kerak. O'shuning uchun ham ushlab qolyapti u bemorni. shunaqa. Ya'ni manfaat bu yoqda pulga nisbatan taqalgan bo'ladi. O'shuning uchun ham konkurensiya, ya'ni Azamat aka aytgandek, bilimga nisbatan konkurensiya bo'lsa, ya'ni unda ham konkurensiya deganda nima? Masalan, men hozir aytib o'tganimdek, implantatsiya sohasi bo'yicha o'zim biladigan vrachlar bor. Bilim tajribasi zo'r va zamonaviy implantatsiya bo'yicha shug'ullanadi va tajribasi ham ancha 20-30 yillik vrachlar bor. Ulardan ham bilimga nisbatan agar konkurensiya qiladigan bo'lsangiz, u narsa zo'r. Kerak bo'lsa, keyinchalik masalan kurslar tashkil qilishimiz mumkin. Vrachlarning ta'limi sifatida unga nisbatan ham hali xudo xolasa o'zimiz tajribamiz yetadigan darajada yana yig'ilgandan keyin xudo xolasa kurslarni tashkil qilamiz, ya'ni implantatsiya yo'nalishi bo'yicha vrachlarni o'qitish sistemasi bo'yicha o'zimizda rejalarimiz bor, ularni ham qilish niyatimiz bor. Ungacha bo'lgan muddatda baribir o'zimizdan bilim saviyasi baland bo'lgan va tajribasi baland bo'lgan vrachlardan o'rniga olib, ular bilan maslahat qilib tursak, baribir o'zimizda rivojlanishimizga ham, bizlar rivojlanadigan bo'lsak, buni bemorlarga ham yaxshi tomonlama natijasi, ya'ni foydasi bo'ladi. O'shuning uchun ham bilimga nisbatan konkurensiya bo'lsin, lekin pasientga nisbatan talashish yoki bir-birini ko'ra olmaslikka nisbatan konkurensiya bo'ladigan bo'lsa, bu aytganimdek o'sha ko'ra olmaydigan vrachni ham, rivojlanayotgan vrachni ham orqaga tortadigan narsa. Endi men o'ylashimcha o'sha bilimga yarasha beriladi-da. Masalan, o'zingiz ishladingiz, o'qidingiz, o'shanga yarasha nima deydi, pul topasiz. O'shanga bitta misol bor. Keyin aytaman, gapiravering. Keyin o'sha siz aytgan o'sha bir-birini ko'ra olmaslik, bu rizqini qir qilishiga olib keladi. Shu birinchidan, keyingisi mayli, siz chuqur anaqa ketib qoldi Azamat aka. Nimada, ya'ni bilimiga yarasha beriladi deganingizda, men oddiygina misol aytdimki boshida, ya'ni suhbat boshida har bitta stomatologiya yo'nalishi bo'yicha master klasslarga borganman. O'zimga eng yoqadigani qidirganman-da, o'zim qo'lim kelishadigan, o'zim zo'r qiladigan ishni qilishga maqsadim bo'lganda, o'sha vaziyatda restavratsiya kursiga, ortopediya kursiga borganman, ya'ni tishni charxlash kursiga. Restavratsiya kursiga borgandan keyin koferdamni ishlatib, ya'ni tishni izolyatsiya qiladigan o'zini nimasi bor, materiallari bor, o'sha bo'yicha izolyatsiya qilib, restavratsiyalarni chiroyli qilib boshlagandan keyin bemorlarni bunga nisbatan fikri yaxshi bo'lganda, ya'ni siz boshqa vrachlarga nisbatan endi o'zi ko'rgan shu paytgacha davolanishga borgan vrachlarga nisbatan farqni sezgan. Ya'ni ishlash tozaligi bo'yicha, do'yi posti rasmga olib ko'rsatganimiz bo'yicha, ya'ni oldin plombani tishni tekis qilib qo'yishardi, hozir siz qanaqadir tishni formalarini yasayapsiz erinmasdan degan narsa bo'lib turib, bu bemorni o'zini rozi bo'lib turib ham masalan qo'shimcha pul berib ketishigacha olib kelganda, ya'ni aytganingizdek, bilim olganingizdan keyin o'sha narsani amalda qo'llab turib ham o'zingiz sohangizdan barakali rizq ola olasizda. Xuddi shu narsani men keyinchalik ortodontiya yo'nalishi bo'yicha ham 4 ta siklli kursga borganman. Sinab ko'rgansiz? Ha, 4 ta siklli kursdan 2 tasiga borganman. O'sha paytning o'zida bemorlarga konsultatsiya qilish vaqtida bemordagi o'sha tishni noto'g'riligini to'g'rilash jarayoni bo'yicha bergan konsultatsiyamdagi bemorga o'sha bilim darajasi, ya'ni jarayonni tushuntirganim yoqqan bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa bo'lgan bo'lishi mumkin.
bir kit qo'ydiraman sizga deb aytganda bemorlar. Taxminan 2 bir kit qo'yganman. Lekin 3-sikliga bora olmaganman, o'tib ketgan, ya'ni vaqtim to'g'ri kelmagan. O'shandan keyin 2-sikliga borganimning o'zida ham men sezganman, bu yo'nalish menga nisbatan sal qiyinroq. Va men bu yo'nalishda oxirigacha o'zimni kelajagimni ko'ra olmayapman. Ya'ni ortodontiya, ya'ni brekit qo'yish bo'yicha o'zimni kelajagimni ko'ra olmayapman. O'shandan keyin to'xtatganman va o'sha ikkita brekit qo'ygan bemorimizni ham o'zimizni alohida ortodont vrachimiz bor, unga yo'naltirganman. Ya'ni bemorni ishini to'liq oxirigacha yetkazib beradigan hamkasbim bo'lgani uchun ham unga ishonib topshirganman. Va unga undagi o'sha moliyaviy tomonlama to'lov qilingan summani ham u vrachga berganman. Kelishib turib, ya'ni bemor to'g'ridan to'g'ri ishonib keldi va ishni oxirigacha yetkazish kerak. O'sha vaziyatda boshqa o'zimizni hamkasbimiz ortodontga topshirganman. Va keyinchalik o'sha implantatsiya kursiga borganman va o'rtada qolib ketdi. Ortopediya bo'yicha, ya'ni tish charxlash kursiga borganimda ham bitta tatanli ish kelib qolgan. Ya'ni bemor kelgan, o'sha vaziyatda ham chiroyli ish chiqqan. Haligacha bemor yozib turadi, bugun ham yozibdi. Qo'ygan tishlaringiz yaxshi turibdi, qo'ygan tishlarim chirib ketyapti, bitta bormasam bo'lmaydi deb yozgan. O'shanda ham quvonadi odam. Ya'ni bitta kursga bordingiz, bilim oldingiz, demak Alloh taolo sizga beryapti. O'sha ish bo'yicha bilim ko'nikmangiz bor va u bemorga siz zarar bermaysiz. O'shanga nisbatan Alloh taolo sizga o'sha bemorni yo'naltirgan. Xuddi shunaqa bemor. Masalan, siz qaysidir yo'nalishda o'qib keldingiz, o'rgandingiz. Xuddi shu yo'nalishda sizga bemor kelishni boshlaydi, haqiqatdandir. Shunaqa. O'zini shunaqa qonun qoidasi bormi deydimi, shunaqa narsa. Masalan, Azamat akam Kazanga o'sha ginekologiya bo'yicha malakasini oshirib keldi. Ungacha ham tajribalari bor edi. Hozir ginekologiya bo'yicha endi yaxshi tajribaga egalar, malakasini oshirib keldilar. O'sha bo'yicha masalan bir haftaning ichida kerak bo'lsa 4-5 ta bemor keldi. Ya'ni ginekologik muammosi, ya'ni bo'g'imida, chakka pastgacha bo'g'imida muammosi bo'lgan bemorlar kelyapti. Azamat aka konsultatsiya qilib turib, o'sha bemorning muammosini hal qilishga nisbatan hozircha yetarli bilimlari bor. O'sha muammoni deyarli hal qilib bera oladilar. Bu narsa bemorni ham quvontiradi va bemorga o'sha kelajakda undagi muammolarni vaqtidan oldin hal qilishga nisbatan yordam berayotganligi tufayli Azamat aka ularga yordam berayotganligi tufayli u narsa bemorni ham quvontiradi. Xuddi shu narsa implantatsiya yo'nalishi bo'yicha ham bo'lgan menda. Ya'ni ketma-ket kelyapmiz, ya'ni tishni plomba qilish, restavratsiya qilish bo'yicha kursga borganimdan keyin o'sha narsa bo'yicha mendagi ish ob'yomi, ya'ni ish hajmi ko'paygan, o'sha narsaga nisbatan bemorlarning murojaati ko'paygan va tish charxlash bo'yicha ham boryapman kursga. Unga nisbatan ham yo'nalish bo'yicha ob'yom kuchayib borgan. Lekin hammasini xudoga shukr yaxshi qilib kelyapman. Ortodontiya bo'yicha ko'ryapman, kelajagimni ko'ra olmayapman. Ya'ni o'sha bir kit qo'yish bo'yicha 2 ta bemordagi qo'yganimni keyin o'zimiz hamkasbimizga topshiryapman. Undan keyin tushunyapman, xirurgiya yo'nalishi bo'yicha magistratura yo'nalishiga topshirganimdan keyin o'sha yo'nalish meniki degan xulosaga kelganman. Sababi tungi navbatchilikda deyarli bir haftada 4-5 marta turgan vaziyatimiz ham bo'lganda, oyiga bir menimcha bir 13 yoki 14 marta turganman-da. Har 2 kunni biri nimada turardim, dejurствоda, ya'ni tungi navbatchilikda. Eski Tashmida, ya'ni xirurgik stomatologiya yo'nalishi bor, o'sha navbatchilikda turardik. Deyarli kuniga bir 10-15 ta bemorning tishini olardik-da. O'sha vaziyatning o'zida ham tajribamiz juda oshgan va stomatologiyadagi o'sha xirurgiya yo'nalishi bo'yicha qiziqishim juda kuchayib ketgan. Shuning hisobiga hamki implantatsiya yo'nalishiga borganman va ungacha bo'lgan muddatda ham implant qo'yganman. Implantatsiya yo'nalishini tugatilgandan keyin baribir har bitta olgan bilimingiz orqali bemorga konsultatsiya bersangiz, u bo'yicha bemorlar ham sezadi. Ya'ni bemor muammo bilan keldi, o'sha muammosi bo'yicha sizni konsultatsiya berishingiz bilan u yo'nalishni tushunmaydigan vrachning konsultatsiya berishi bo'yicha razницasi osmon bilan yercha bo'ladi. O'shani hisobiga ham bemorni o'zingizda ishontirishingiz, o'sha yo'nalishga nisbatan ishni oxirigacha sifatli qilib yakunlashga nisbatan sizdagi oldingi va keyingi holat bo'yicha keslaringizni ko'rsatishingiz bemorni sizga bo'lgan ishonchini ham yanada oshiradi va ish jarayonini o'sha sifatli yakunlanishiga, masalan, bemor ham sizga ishonyapti va siz ham qilayotgan ishingizga nisbatan ishonchingiz bor va ishni oxiridagi o'sha rezultatni ko'zingizni oldiga keltiryapsiz. Shuni hisobiga ham ishni rezultati o'ylagan darajangizdan ham chiroyli chiqadi. Ya'ni sizda o'sha narsaga nisbatan bilim bor, unga nisbatan sizni bemor Alloh taolo bemorni sizga yubordi. Shuni hisobiga ham ishingizda ham baraka bo'ladi, ham bemorga ham foydasi tegadi. Shuning uchun masalan kurs bo'ladigan bo'lsa, pulni qimmat demasdan, pullar emasdan o'zingiz uchun masalan borishingiz kerak ekan. Chunki o'sha
o'zingiz uchun sarflagan pulingiz va 2-3 barobar bo'lib chiqib ketar ekan. Man sababchi bo'lib turib o'sha narsani bemor orqali sizga yetkazib qo'yadi Alloh taolo. Shu narsani tushunib turib, bilimdan hech qachon puldan emaslik kerak va rivojlanishdan. Rivojlanish bu narsa tavakkalga nisbatan ham borib taqaladi. Kattaroq tavakkal qilib turib harakat qilish kerak. Faqat bitta yo'nalishda bitta tempda harakat qilgandan ko'ra, odam o'ziga qo'ygan chegaralardan oshib turib harakat qilavergan yaxshi. Nima bo'ldi aytgancha Kazan? Kazanni ham gapirgan. Kazanni ham bir taassurotlarni ayting endi. Kazanga borib keldim. Taassurotlar juda ham zo'r, informatsiya juda ham ko'p. 4 kun, 1 kun leksiya, 3 kun praktika bo'ldi. Informatsiya juda ko'p. Nima deydi? Vzriv mozga deydi-ku. O'shanaqa bo'ldi-da. Lekin qoyil qoldim, tan berdim. Juda ham bilimi kuchli ekan. Lekin o'zi mendan yosh ekan. Tushundim. 93 dedingizmi? 93-yil ekan. Ancha narsaga erishgan. O'zini ustida ancha ishlagan. Kuchli vrach ekan. Kurs haqida endi fikrim juda ham iliq, lekin yana o'qish kerak. Bu albatta kam bo'ladi. Toshkentga kelar ekan. Oktyabrda, noyabrda keladi. O'shanda xudo xolasa nasib bo'lsa yana kirmoqchiman. Takrorlamoqchiman yana bitta. Endi o'zi Rossiyaga birinchi chiqishim edi. O'zi qalay bo'ldi Kazanni o'zi kurs emas, Kazanni o'zi. Kazanni o'zi juda ajoyib. Ob-havo vashi bomba. Yozda boradigan ekan. Implantatsiya operatsiyasida o'zi eng asosiy rol o'ynaydigan operatsiya вообще nima deydi, zo'r o'tishi uchun eng asosiy rol o'ynaydigan narsa implantni sifatimi yoki vrachchi opitimi? Bu jarayonga bog'liq. Ya'ni bemordagi holat klinik holatga bog'liq. Agar klinik holat standart holat bo'lsa, standart holat deganda nima tushuniladi? Bemorda suyak hajmi normada va tishni yo'qotilganiga hali qisqa muddat bo'lgan, lekin bitta bo'lgan suyak. Shu vaziyatlarda implantning turini farqi yo'q. Bu oddiy turi bo'ladimi, qimmat turi bo'ladimi, o'sha joyda qo'yilganda va to'g'ri qo'yilganda vazifasini bajarib beraveradi. Shunaqa vaziyatlar bor. Vrachning tajribasi juda kuchli. O'zi oldindan foydalanib kelgan, masalan, 15-20 yildan beri foydalanib kelgan oddiy sistemasidagi implantni qo'ysa, u vaziyatdan chiqa olmaydi. Shu vaziyatda sal qimmatroq bo'lgan va vaziyatdan chiqishga yordam beradigan implant turlari bor. Masalan, implantni hammasi bir xil, hammasi bitta rezba bu, hammasi bir xil funksiyani bajaradi degan narsa juda katta xato tushuncha hisoblanadi. Sababi bemorda qachonki o'sha standart holat bo'lsa, suyak hajmi normada, ya'ni eniga ham, balandligi ham normada bo'lgan holatda, xohlasangiz oddiy implant eng arzonini qo'ysangiz ham o'sha qimmatidagidek vazifani chaynov funksiyasini bajarib beraveradi. Lekin suyak juda ingichkalashgan vaziyatlarda va suyak balandligi pasaygan vaziyatlarda endi arzonroq implant emas, endi implantni tanlashga bog'liq bo'ladi. Ya'ni vrach o'zining tajribasidan kelib chiqib turib yana arzonni qo'ya olmaydi. Arzonni qo'yaman desa, u qo'shimcha operatsiya jarayonini o'tkazishga to'g'ri keladi. Ya'ni balandligini oshirish, ya'ni sinus lifting yoki vertikal augmentatsiya yoki yo'g'onlashtirish, ya'ni расщепление deymiz bizada. O'shanaqa narsani, ya'ni gorizontal augmentatsiya qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni oddiy implant qo'yaman desa, bu narsa endi qo'shimchasiga vaqt kutishga to'g'ri keladi. Ya'ni suyak plastikasi yoki milk plastikasi qilindimi, demak, bemor qo'shimcha kutish kerak. Kamida 4-5 oy, kerak bo'lsa 1 yillab ham kutadi. Unaqa vaziyatlarda, ya'ni standart holatga olib kelinadi bemordagi holat, ya'ni ingichka yoki suyak balandligi pasaygan vaziyatlarda standart holatgacha olib kelinadi. O'sha vaziyatda oddiyroq implantni qo'ysa bo'laveradi. Lekin bemorda ingichka holat va suyak balandligi pasaygan holat, bu bo'yicha o'zimiz profilda ham bemorlarimiz gapirgan, o'tkazib bergan va qilgan ishlarimiz кейslari bor. Bemorda o'sha suyak balandligi pasayganda va ingichkalashgan holatlarda sal qimmatroq implantlar bilan vaziyatdan chiqishga to'g'ri keladi. Bu vaziyatda endi qo'shimchasiga ham implant turi ham vrachning tajribasi rol o'ynaydi. Ya'ni faqatgina vrachning tajribasi rol o'ynaydigan holat qiyinroq vaziyatlarda rol o'ynaydi. Ya'ni oddiy standart holatlarda deyarli kerak bo'lsa suyakni teshib turib implant qo'ya oladigan, xohlagan saviyadagi, ya'ni implantologik bilimi xohlagan darajadagi bo'lgan vrach ham o'sha narsani qila oladi. Lekin uni to'g'ri qilishga ham bog'liq. Ya'ni to'g'ri qilib, aksiya qilib. Aksiya qilganda ham aksiyalar juda ko'payib ketdi oxirgi paytda. Aksiya qilgan vrach u o'sha bilim darajasi aksiya darajasida-da u va standart holatdagi vaziyatlardan chiqa oladi bu vrach. Ya'ni qiyin vaziyatlarda
bemorni faqatgina asoratgacha olib kelib qo'yadi vrach. Ya'ni bilim darajasi yetmasligi tufayli. Ya'ni implantatsiyada oddiygina asosiy anatomik hosilalar va anatomik holatni bilib turib, bazaviy implantatsiya deymiz biz, ya'ni asosiy implantologik bilimlarni egasi bo'lsa, oddiy standart holatlar vaziyatdan chiqib oladi hamma vrach. Lekin qiyin holatlarda, ya'ni suyak ingichkalashgan, suyak balandligi pasaygan holatlarda u qo'shimcha operatsiya qilmasdan turib ham vaziyatdan chiqadigan holatlar bo'ladi. U vaziyatda endi vrachning tajribasi rol o'ynaydi. Bu hammasi individual. Hammasi har bitta bemorda individual. Sababi har bitta bemordagi holat, masalan, 10 ta bemorda 10 xil holat. Ayrim holatlarda standart vaziyat bo'lsa, u 6 tasida bir xil holat bo'lishi mumkin, lekin baribir har bitta bemordagi tishni yo'qotilish darajasi, qaysi zonalarda tish yo'qotilganligi va qancha muddat davomida tishsiz yurganligi va syomniy protez, ya'ni olib qo'yiladigan protez taqsa, u suyakni ingichkalashi yoki suyakni balandligini pasayish holatlari tezlashadi yana. Bunaqa vaziyatlarda masalan oddiygina bitta misolimiz bor, profilda ham gapirganmiz. Bitta bemor syomniy protezni 7 yil taqqan, tinmasdan, ya'ni yechmasdan turib ham taqqanda. O'zi kechasi yechib yotish kerak yoki masalan ovqatlangan payti kiyib yoki qanaqadir uchrashuv bo'lgan payti yoki bazm bo'lgan paytda o'sha syomniy protez taqib turib, qolgan vaziyatda milk bilan suyakni tinch holatda qo'yish kerak edi. Ya'ni unga ortiqcha bosim bilan u protez ezib turmasligi kerak. O'sha vaziyatda bemor juda ko'p vaqt tindirmasdan taqqanligi tufayli 7 yil ichida suyak shunaqa darajada ham balandligi pasaygan, ham ingichkalashgan, implant qo'yib bo'lmaydigan holatga kelib qolgan. Lekin bemorning talabi menga hech qanaqa ortiqcha suyak o'stirmasdan va ortiqcha travma bermasdan turib vaziyatdan chiqib bering, deyapti. Endi bu vaziyatda biz yordam bera olmaymiz. Ya'ni yordam bera olmaymiz deganda suyak o'stirish kerak baribir. Suyak o'stirmasdan turib vaziyatdan chiqish iloji yo'q. Eng oxirgi pokoleniyadagi endi eng sifatlisi hozir Blue Diamond va shvetsariyskiy implantlar bo'ladigan bo'lsa, undan keyingi pokoleniya bu hozir suyak juda balandligi pasaygan holatlarda ham Ari degan implantimiz chiqqan, tish implanti, u bo'yicha ham xudo xolasa profilga video joylaymiz, ma'lumot videosi. O'sha implant ham u bemorga yordam bermaydigan darajaga olib kelib qo'yganda muammoni shunaqa kattalashtirib yuborgan bemorning o'zi vaqtida murojaat qilmasligi orqali va syomniy protezdan noto'g'ri foydalanish hisobiga. Bu vaziyatda har bitta bemorda individual. Endi bu bizada o'zbekchilik xizmat qilayotgan narsa oxirgi anaqasigacha ham xizmat qilsan deyishadi-da, no asoratini bilishmaydi. Garantiya qancha deydi-yu. Nimaga aynan Megagen? Undan oldin qanaqa implant sistemalaridan foydalanganmiz? Nimaga hozir aynan Megagen bilan ishlanadi? Endi boshidan ish boshlaganda ham o'zi Megagen implant sistemasi bilan boshlaganmiz. Implantni sistemasida biz asosiy e'tibor beradigan narsa, implantolog asosiy e'tibor beradigan narsa, qo'pol aytganda, masalan, mashinani sevadigan odam mashinani har bitta detaligacha e'tibor berib turib tanlab oladi-yu, xuddi shunaqa narsa bizlar ham qo'yadigan implantimizni har bitta detalidagi mukammallikka qarab turib tanlab olamiz. Ya'ni detali deganda implant o'zining dizayni va o'sha Megagen implant sistemalarining ichida 4 ta implanti bo'lsa, har bitta vaziyatdan chiqa oladigan darajadagi o'zining yechimi bor-da. Ya'ni boshqa sistemalarga murojaat qilishimizga o'rin qoldirmaydi-da. Ya'ni har bitta vaziyatda foydalanadigan o'zining sistemasi bor. Va titani sof, ya'ni amerikanskiy titan ishlatiladi. Amerikanskiy titan eng sof va oliy navdagi titan hisoblanadi va kompaniyaning o'zining ichki sirlari bor. U titanga ishlov berish, uni tarkibidagi o'zi qorishma sifatida ishlatiladi, ya'ni titandan tashqari temir, vodorod, kislorod, azot, alyuminiy, vanadiy ham qo'shilishi mumkin ayrim vaziyatlarda. O'sha qorishmasining ham sifati yaxshi bo'lganligi va unga ishlov berishdagi o'zining sekretlari bor va dizayniga ishlov berishdagi sekretlari bor. O'shalar tufayli kompaniya hozir dunyo bo'yicha eng yuqori o'rinlarda turadi. Shuning hisobiga ham bemorimizdagi har xil vaziyatlarda o'sha implant sistemalar orqali bemorni ham ortiqcha qiynamasdan va o'zimizni ham ortiqcha vaqtimizni ketkazmasdan vaziyatdan chiqa oladigan darajadagi yechimlarni bera olganligi tufayli o'sha sistemadan foydalanamiz. Megagendan foydalanamiz. Sababi orada masalan boshqa sistemalardan foydalanib ko'rganman. Endi ularni aytib o'tirishni hojati yo'q. Anti reklama sifatida ketishi mumkin. Nabordagi qulaylik, masalan, ishlatilish nabori, ya'ni implant qo'yadigan o'zining frezlari bor va o'zining udobstvasi deydi, ya'ni qulayligi masalan boshqa sistemalarda menga unchalik yoqmagan. Noqulayligi bor, o'zini foydalanishiga nisbatan va ortiqcha detallar juda ko'p.
Shuni hisobiga ham boshqa sistemalarda masalan foydalanmayman. Sababi Azamat akani o'zi ham oldin menimcha Dentium, Ostium qo'yib ko'rgansiz, Megagen ham qo'yganlar. Hozir oxirgi paytda Megagen qo'ydilar. Naburga nisbatan ham o'z masalan sezgan qulayliklarni aytib o'tsangiz bo'ladi. Naburga nisbatan to'g'ri aytdingiz. Boshqa sistemalarda ozgina tushunarsizlik joyi bor. Megagenda ishlash qanaqadir qulay. Aynan nima o'sha tushunarsizlik? Nima deydi? Frezda ketma-ketligi qulay. Tushunarli qilib yozilgan. Diametrlari, boshqasi, ishlatiladigan kulishlari ancha qulay. Boshqa sistemalarda bu narsalarni men ko'rmadim. Balkim shuning uchundir keyin уже asta-sekin onga o'tdik. Megagenga. Ya'ni afzalliklari bor. Haqiqatdan afzalliklari Megagenda juda ham ko'p. Ish jarayoni paytida agar vrach masalan qarayapti, o'sha naborni kerak bo'lsa ko'zimizni bitta yumsak, naborda qanaqa ketma-ketlikda detallar joylashganligini bilamiz, ko'p operatsiya qilganligimiz tufayli. Kerak bo'lsa, masalan, bitta frezdan keyin keyingi frez qanaqa ishlatilishini biz naborga qaramasdan turib ham olishimiz mumkin-da. Xuddi o'sha vaziyatda siz saqlayotgan o'sha 10 yoki 15 sekund ham, ya'ni harakat qilib bu yoqda stulga borib turib naborni olyapsiz yoki frezni olyapsiz, unga vaqt ketyapti, boshqa narsa bu qo'shimcha vaqt yo'qotilishiga ham, yo'qotmasligingizga ham olib keladigan narsada. Qo'shimcha vaqt yo'qotilmayaptimi? Bu narsa travmatik jarayonni vaqtini qisqartiradi. Ya'ni bemorda biz implant qo'yayotgan paytda bir ukol qilinadi va milk kesib ochiladi. O'sha vaziyatda bu yoqda assistent to'g'ri so'lakni tushishini oldin olib turadi yoki boshqa narsani oldin olib turadi, lekin bu vaziyatda bir yara ochiq turish vaqti bor. O'sha vaqt qancha qisqaradigan bo'lsa va vrach tez va yuqori aniqlikda ishlaydigan bo'lsa, bu jarayonni tez va sifatli yakunlanishiga olib keladi va postoperasion deymiz, ya'ni operatsiyadan keyingi og'riq va shishlarni ham kamayishiga olib keladi. Ya'ni naborni shunaqa qulayligi bu o'sha narsalarni ham osonlashishiga sababchi bo'ladi. Ixcham qilishgan. Ixcham, qulay va tushunarli foydalanish. Vrach uchun ham, patsient uchun ham har tomonlama qulay deb topilgan. Hozir shunda bu Megagen firmasi. Lekin Megagenda Nastreet, rezbarning o'tkirligi shuni hisobiga birlamchi stabilizatsiya yaxshi bo'ladi va bitishi tezroq bo'ladi. Travma kam bo'ladi. Kalsiy pakritin hisobiga. Endi asosiy shu tomonlari ham afzalliklari, ancha ustun jihatlari bor. Shunaqa, asosiy o'sha ikkita detaliga qo'shimcha ravishda o'sha titanni qattiqligi. Ya'ni platforma qancha qattiq bo'lsa, bizani aholi baribir qattiq ovqat bilan ko'proq oziqlanadi. Shuning hisobiga uni sinib ketmasligini ta'minlaydi keyinchalik. Ikkinchisi o'sha Azamat aka aytgandek, nafsirit, ya'ni pichoqsimon rezba bu suyakka beradigan davleniyani kamaytiradi. Ya'ni oddiy tomtoq rezba bu suyakni har tomonlama ezadi, shuning hisobiga og'riq beradi. Pichoqsimon rezbada esa suyak hamma tomonlama faqat siqilmasdan turib, pichoqqa o'xshab turib rezba kesib kirib joylashish hisobiga travma kam bo'ladi. Ham travma kam bo'ladi, ham ikkita rezba orasida suyak siqilmaydi. Ya'ni kompression bosim deymiz biz. Ezilib turadigan bosim yo'qligi tufayli keyinchalik operatsiyadan keyin ham 2-3 kundan keyin operatsiyadan keyingi og'riqlar kamayadi bemorda. Minimal. Plus bunga qo'shimcha ravishda o'sa kalsiy bilan ishlov berilganligi, ya'ni pakritiyasiga kalsiy ioni yuqori bosim va temperaturada shimdirilganligi tufayli bu narsa organizmni qarshi reaksiyasini chetlab o'tish desak bo'ladi. Ya'ni organizmga o'sha kalsiy implant qo'yilsa, suyakning strukturasida ham kalsiy fosfat iollari bor. Shuning hisobiga kalsiy implantni organizm o'zining tanasini bir qismidek qabul qiladi. Innorodniy tela, ya'ni yot tanacha emas, o'zining tanasini bir qismidek qabul qiladi va shuning hisobiga tezroq bitkazadi. Tezroq bitkazishiga sabab bu o'sha organizm agar innorodniy tela deb qabul qiladigan bo'lsa, u o'sha yot tanachani atrofiga o'zini eozinofil bazofillarini, leykositlarni yuboradi ko'proq miqdorda va shuning hisobiga u yoqda yallig'lanish jarayoni prosesslari ketaveradi. Ya'ni yallig'lanish jarayonini ham kamaytiradigan omil sifatida o'sha kalsiy ionini va kompression bosimni kiritishimiz mumkin. Shuning hisobiga biz implantatsiya jarayonida keyingi suyaklanish, ya'ni osteointegratsiya jarayoni tezroq va sifatli va yallig'lanishi deyarli kamroq bo'lgan holatda o'tadi. Hamma побочный anaqa minimalizatsiyada shunaqa. Bemorni reabilitatsiyasi, ya'ni operatsiyadan keyingi qayta yarani bitishi va implantni tezroq bitishi va ishlarni tezroq qaytishi kabi xususiyatlar, ya'ni bemorni kamroq qiynaganligi tufayli, ya'ni o'zi deyarli qiynamaydi. Qiynash deganda o'sha og'riq, operatsiyadan keyingi og'riq ham juda kuchli bo'lmaydi.
tish olingandagidek simillagan og'riq bo'lishi mumkin va endi shish u odatiy holat, ya'ni travma bo'lgan jarayonda ozgina shish yoki ko'karish bo'ladi. U narsa 3-4 kun ozgina kattalashadi va 4-5 kun asta-sekin kamayishni boshlaydi. Bu organizmdagi tabiiy fiziologik jarayon hisoblanadi. Buni norma deb qabul qilish kerak. U o'tib ketadigan jarayon. Organizm o'zining reaksiyasi. Shunaqa. Har bitta nimaga nisbatan. Keyingi qiziq savolga o'taylik. Keyingi qiziq savol endi implantatsiyaga taalluqli почти hamma narsa aytildi. Faqat implantatsiyada nima yoqmaydi? Nima yoqmayapti sizga Sherzod? Implantatsiyada nima yoqmaydi? Nima shunaqa savol bor ekan, implantatsiyani nimasi yoqmaydi? Nima tarafdan? Qaysidir yoqmaydigan Yoqmaydigan jihati. Implantatsiyani o'ziga nisbatanmi yoki jarayonga nisbatanmi yoki bemorga nisbatanmi? Implantologiya sohasiga nisbatan. Endi bitta narsa keldi birinchi fikr sifatida. Mishmishlar. Ya'ni mishmishlar xalqqa nisbatan ham xalqni orasidagi mishmishlarni ko'pligi, unga nisbatan biz o'zi Implant Center profilini ochib turib, menimcha deyarli O'zbekistonda birinchi biz bu yo'nalish bo'yicha ma'lumot beruvchi profil sifatida kirib keldik Instagramda va YouTube'da endi boshqa nimalarda ijtimoiy tarmoqlarda ham bor. Ya'ni bu yo'nalish deyarli ochiq yoritib berilmagan. Jarayondan tortib ma'lumot berilishigacha bo'lgan, ya'ni implantni detalli, ya'ni mayda qismlarigacha bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tib boryapmiz. Shuning hisobiga ham implantatsiyadagi bemorlarning bilimi, ya'ni meditsina sohasida, ya'ni tibbiy bilimi, ya'ni implantatsiya sohasiga nisbatan tibbiy bilimini bemorlarda ozgina oshishiga sababchi bo'layotganimiz ozgina bizani quvontiradi, lekin o'shanaqa vaziyatda ham oradagi mishmishlarga ishonib qoladigan bemorlarimiz, ya'ni videoni ko'radi, lekin noto'g'ri tushunadi. Masalan, bitta misol, lazerli implantatsiya plus 3D shablonli implantatsiya degan videomiz chiqardik, ya'ni qaysi biri rost ko'proq. O'sha vaziyatda gapirib o'tganmiz, ya'ni ikkita vrach sifatida gapirganmiz. Men o'zim gapirganman ikkalasini ham. Ya'ni bittasida lazerli implantatsiya, bittasida 3D shablon implantatsiya qilib tepa pastda turib gapirgan videomiz bor. Bitta plus tomonlarni gapirib o'tganmiz. Ya'ni lazerli implantatsiyani maqtaydigan odam hamma detalida aldaydi. Faqatgina bitta detali o'sha milkda lazerdagi kesma o'tkazamiz deydi. Unda ham aldaydigan tomoni milkda lazerda kesma o'tkazishimiz hisobiga deydi qon kamroq chiqadi va yara tezroq bitadi. Qanaqasiga kuygan joydagi yara tezroq bitadi. O'zi yarani yoki qanaqadir jarohatlangan to'qimani birlashtiruvchi omil bu qon bo'lsa, ya'ni bironta joyingiz kesildi, o'sha joydan qon chiqdi, o'sha to'qimani hosil qilib beradi. Masalan, teringiz kesildi, teridan qon chiqdi, o'sha yara hosil qilib bitadi, keyin yarani bitta ko'chirib tashlasangiz, tagida o'sha sog'lom teri hosil bo'lgan bo'ladi. Ya'ni uni asosiy omili genetik, o'sha to'qimani qayta regeneratsiyasiga ta'minlaydigan omili bu qon va qondagi elementlar va qondagi o'sha genetika. Xuddi shu narsa, ya'ni biz suyakni teshganimizda teshganda suyak ichidagi mikroporalar, ya'ni Folkman-Gowers kanalchalari, ya'ni suyakdagi mikroporalar orqali chiqqan kapillyar mikrokon ketish hisobiga qon chiqadi. O'shani hisobiga biz implant qo'yganimizdan keyin o'sha qon implantni rezbalari orasida va sog'lom suyakning o'rtasida to'plangan qon qaytadan suyaklanish hisobiga o'zi osteointegratsiya jarayoni, bitish jarayoni kechadi. Endi lazerli implantatsiyani maqtaydigan odam jarayonni boshidan oxirigacha faqat lazer bilan o'tkazaman deydi. U qo'pol qo'yayotganda bemorning qulog'iga lag'mon osadi. Ya'ni tez bitadi, men senga bir haftaning ichida yoki kerak bo'lsa 3 kun ichida временный коронка qo'yib beraman deb turib, masalan Yevropada, Turkiyada, Qozog'istonda ham bitta vrach bor ekan, faqat ikkita vrach o'sha faoliyat bilan shug'ullanyapti. Ya'ni lazer implantatsiya qilaman, senga 3 kun ichida yoki bir hafta ichida временный коронка qo'yib beraman. Yoki deyarli постоянный коронка qo'yib beraman deb turib, bemorlarga qo'pol qo'yayotganda qulog'iga lag'mon osib reklama tarqatib turib, o'sha faoliyat bilan shug'ullanyapti. Lekin qilayotgan ishlarni ko'radigan bo'lsak, u meditsinadagi tibbiy bilimlarga ham kerak bo'lsa to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilyapti-da. Ya'ni faqat lazer bilan ishlataman va senda bitish jarayoni ham zo'r ketadi deyapti. Lekin lazer orqali kuyish jarayoni ketadi. Buning hisobiga qon chiqmaydi, ya'ni qon to'xtaydi. Shuning hisobiga qo'yilgan implant ham bitmaydi. O'zi lazerli implantatsiya nimaga kerak? Lazerli implantatsiya deb turib faqatgina o'sha bitta detaliga nisbatan birinchi bosqichda o'sha lazerni ishlatganiga nisbatan lazerli implantatsiya deb turib mish-mish tarqalib ketdi. Ya'ni o'sha narsa meni jahlim chiqaradi, ya'ni jahli chiqaradigan narsa deb savol berdingiz boshida. O'sha narsa, ya'ni bitta
bosqichda birinchi bosqichda ishlatilgan detalga nisbatan o'sha narsani implantologiyani alohida yo'nalishi, ya'ni lazerni implantatsiya deb turib odamlarni aldashyapti. O'sha narsaga nisbatan meni jahlim chiqadi va o'sha narsaga bemorlarni ham ishonayotgani. To'g'ri, bu narsaga nisbatan bemorlardagi bilim ozgina hozirgi vaqtda yetishmayotgandir. Lekin bu bo'yicha ham video chiqardik, lekin yana bitta o'sha jahlim chiqaradigan narsa sizlarda deydi o'sha lazerni implantatsiya bilan 3D shablon implantatsiyani tushuntirganmiz razницасini, ya'ni farqlarni. Sizlarda lazerni implantatsiya bor ekan. Boryapman konsultatsiyaga deb murojaat qiladigan bemorlar borda. U videoni qaytadan ko'rib chiqdingizmi? Yaxshilab tushunib oldingizmi? Lazerni implantatsiya bu marketing hiylasi, bu noto'g'ri tushuncha bu. Videoni qaytadan ko'rib chiqing degandan keyin qaytadan bitta ko'radi. Ha, endi tushundim deyapti bemorlar. Ya'ni o'sha ayrim vaziyatda biz chiqargan video bemorlarga qanaqadir tibbiy ma'lumotlarni ko'proq ma'lumotni qisqa muddatda bir videoni ichiga sig'dirgani, ya'ni jamlanganligi tufayli bemorga og'irlik qilayotgan bo'lishi mumkin. O'sha vaziyatda bemorlarga aytyapmiz, o'sha videoni qaytadan bitta ko'rib chiqing. Ichidagi ayrim siz e'tibor bermagan detallar hisobiga siz noto'g'ri xulosa chiqarib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. O'shani qaytadan ko'radigan bo'lsangiz, siz to'g'ri, ya'ni videoni mag'zini, ya'ni asosini tushunib olasiz deb turib maslahat beradigan bo'ldik. Ya'ni lazerni implantatsiyani yomonlab chiqqanmiz o'zi. Ya'ni uni yolg'onligini tushuntirib chiqqanmiz. Lekin bemorlar sizlarda lazerni implantatsiya bor ekan deb turib murojaat qilyapti-da. O'shanga nisbatan ham ozgina odam Endi bu e'tiborsizlik. Endi e'tiborsiz. Uyga borsang imенно shu videoga like bosib qo'ying. Kim? Men. Ha, sizmi? Bu o'zi og'riqli tema edi, sababi mendan hatto o'zimiz hamkasblarimiz ham telefon so'raganda lazerni implantatsiya bor ekan, qilyapsanmi deyapti-da. Shunga ishondingmi deyapman. Ha, ishondim deyapti. Bitta bemorim deydi, o'sha videoni ko'rsatyapti deydi, videoda ko'rgan narsam ham realniy deyapti. Ya'ni implant qo'ygan, bir haftaning ichida временный emas, постоянный koronka qo'ygan. O'sha narsani reklama qilayotgan vrachni qilgan ishini ko'radigan bo'lsak, oddiygina misol, ikkita implant qo'yadigan bo'lsangiz, implant bilan implantni bir-biriga koronka bilan ulasa bo'ladi, mos qilib turib. Lekin bitta implant qo'ydingiz, keyingisini tishga ulash mumkin emas. Sababi implantda mikropodvижность, ya'ni mikrotebranish yo'q. Tishda ozgina mikrotebranish bor. Shuning hisobiga amortizatsiya. Shuning hisobiga implantni ham tebratib qo'yadi. Hozirgi dunyo asosi, ya'ni implantologiya asosi bo'yicha oldin qilishgan, uni xatoligini tushunishgan va hozir taqiqlashadi. Hatto o'sha ishni o'sha Turkiyadagi vrach qilyapti. Ya'ni implantni qo'yyapti, implantdan keyin tabiiy tishlarigacha mos qilib turib, ya'ni ko'prik-suman protez qilib turib, sirkonni yasayapti. Bu yoqda juda katta xato ketyapti. O'sha narsani ham vrach ko'rib turib e'tibor bermagan o'sha hamkasbimiz. Va so'rayapti mendan, o'sha narsa bormi, qilamizmi deyapti-da. O'sha narsani olib kelaylik deyapti. Endi bu juda xato tushunchada. Soqa qilaylik demoqchida endi. Na, u narsa xato tushunchada. Ya'ni o'sha u vrachga hamkasbimizga borgan bemor ham bemorni o'zini xulosasini, o'zini fikrini vrachga o'tkazib bo'lganda, mana shu vrach qilyapti. Siz ham qilib bering deb turib maslahat olib borganda endi u vrachga. Shuning hisobiga u vrach ham ishonib turib murojaat qilyapti. Undan keyin tushuntirdim u vrachga. Bu jarayon noto'g'ri narsa, o'zingiz tushuning. Lazer kuydiradi. Kuydirish hisobiga qon chiqmaydi. Bitishning asosi nima? Qon. Bitmagandan keyin nima bo'lmaydi? Suyaklanish bo'lmaydi. Suyaklanmagan joyga endi koronka qo'yib beryapti. Bitadi deb o'ylaysizmi u narsani? Yo'q. Nimaga o'sha narsani o'ylanmadingiz? O'zingiz deb turib boshidan oxirigacha tushuntirgandan keyin tushundi. Hozir o'sha narsani yolg'onligini ham o'zini bemorlariga tushuntiryapti. Sababi o'sha lazerni implantatsiya bo'yicha chiqarilgan reklama butun dunyo bo'yicha tarqalganda va butun dunyoga o'sha reklama qilingan. Shuning hisobiga butun dunyodan o'sha Turkiyaga o'sha lazerni implantatsiyani qildirish uchun bemorlar borgan. Lekin juda ko'pchilik bemorlar asoratini ko'ryapti. Ya'ni implant bitmayapti, tushib ketyapti qo'ygan implant. Sababi u ko'pchilik o'sha lazer implantatsiya qilingan paytida o'zini mahalliy implantini qo'yapti, sifatsiz implantni qo'yapti. Ham jarayon juda noto'g'ri. Endi bunda maksimal darajada o'sha patsientlarga bu haqida tushuncha berish kerak. Tushuncha beradigan vaziyatdagi asosiy ma'lumotlarni hammasini iloji boricha ommaviy ko'proq tarqalsin, ko'proq odam ko'rsin degan maqsadda uni publikatsiyaga ham joylaganmiz-da. Может, uni formatini qanaqa o'zgartirish kerak? Endi keyinchalik yana ochiqchasiga u bo'yicha mana shunaqa podkast qilib qo'shimcha gapirib chiqish niyatimiz bor keyingi sonlarda. Men bunaqa narsani ko'pchilikka birdaniga baribir ma'lum qilib bo'lmaydi. Asta-sekinlik bilan bo'ladi baribir. Lekin bitta quvontiradigan tomoni,
bemorlar konsultatsiyaga kelgan payti endi bizada har kuni deyarli 5-6 ta o'rtacha, maksimal 8 ta 10 tagacha ham bemor kelib konsultatsiyadan o'tadi. Bemorlarni tish implantlarini turlari bo'yicha farqiga borib qolgani quvontiradi. Ya'ni menga deydi enishni qo'yib bering deb keladi. Menga deydi bludamit qo'yib bering. Patsient kelishidan oldin hamma narsani ko'rib, bilib, o'zida nima jarayon bo'lishini oldindan bilib keladi. Shunaqa. O'zida o'sha tish oldirganini ancha vaqtligini biladi, suyagini ingichkalashganligini biladi. Menga deydi, men bu enevam bilan estiz to'g'ri kelmasa kerak. Inish yoki bludamit o'shanga ixlosim balandroq deydi. Ya'ni o'zi ham bilyapti-da. Ko'proq bemorlar endi baribir rezultatga nisbatan borib xulosa qiladi. Ya'ni o'sha tibbiy bilimi ham oshib borayotgani quvontiradi. Bemor 5 yoki 10 yillik xizmat qiladigan narsani xohlamayapti. Ko'proq 20 yoki 30 yillik xizmat qiladigan narsani xohlayapti. Shuni hisobiga ham bemor to'g'ri endi bu moliyaviy tomonga borib taqaladi. O'zidan kelib chiqib turgan holatga qarab taqaladi. O'sha vaziyatda bemorga baribir xolisona fikr berganimiz yaxshi. Ya'ni suyagi yaxshi bo'lgan holatda ham unga qimmat narsani tiqishtirib turib bu yoqda baribir pul ishlash maqsadi bo'lmasligi kerak-da. Ya'ni arzonroq implant ham shu vaziyatda to'liq vazifa bajarib beradi, lekin bemorda moliyaviy tomonlama hamma narsa yetarli. U vaziyatda bludamit tanlayapti, lekin sizga oddiyroq ham vaziyatda xizmat qilib beradi desa, yo'q, bludamit qo'yib bering desa, endi baribir bemorning tanlovi. Lekin baribir tushuntiriladi. Faqat qimmat narsani tiqishtirish to'g'ri narsa emas. Bemorlar har xil baribir tushunadigan bor, tushunmaydigan bor. Tushunadigan odam o'zi talashmasdan shunaqa. Doktorda masalan, doktor siz shuni tavsiya qilsangiz, o'sha narsani qildiradi. Shunaqa. Oxirida so'raydigan narsasi ham shu bo'ladi. O'zingiz nimani tavsiya qilasiz deydi. Ayrim bemorlar o'zinikini o'tkazgisi keladi-ku. Shunaqa. Eng yomon ko'rgan bilasizmi nima? Bemor keladida, "Mana shu kun to'yim, tish qo'ydirishim kerak" deydi. Voy. Mana shu narsa juda yomonda. Bitta bola kelgan. 5 kundan keyin uylanyapman deydi. Tish qo'yib bering deydi. Yaxshi. Bu texnikka ham og'riqli, vrachga ham og'riqli. Juda shu narsa bizda to'yga taqab kelish yoki tish qo'ydirish uchun odamlar to'yini kutadi-da. Yoki qanaqadir marosim kutadi. To'y emas, bayramda ketadigan qatgadir ham uchib ketishi kerak bo'lsa, uchib ketishidan bir hafta 10 kun oldin kelib turib, falon kunga bilet olganman, o'sha kungacha ham qilib bering deb kelishadi-ku. Shu narsa juda haligi shu gapni eshitsam xafa bo'lib ketaman-da. O'sha vaziyatda bitta narsani ma'lumot sifatida aytib o'tishimiz mumkin. O'shanaqa muammosini qisqa muddatda hal qilaman deb o'ylaydigan bemorlar ishini bitkiza olmasdan ketib qoladi o'sha vaziyatda endi boshqa chet davlatga. O'shuning uchun maslahatimiz qanaqadir tishdagi muammoni hal qilish kerak bo'lsa, iloji boricha o'sha ketishgacha bo'lgan, ya'ni final kuniga, ya'ni oxirgi kuniga iloji boricha 3 hafta yoki 4 hafta kerak bo'lsa, shu 1 oy oldin harakatni boshlash kerak. Nimadir stomatologik muammosi bo'lsa. O'sha vaziyatda sababi qanaqadir reja o'zgaradigan vaziyati bor yoki texniklar, ya'ni tish yasaadigan alohida yo'nalish bor. Ularni qanaqadir material kamchiligi tufayli yoki qanaqadir o'sha jarayondagi qiyinchilik tufayli tish yasashdagi vaqtni ko'proq ketish hisobiga ham ulgurmay qolish mumkin. O'sha vaziyatda ham o'zidagi muammo juda katta bo'lsa, ya'ni bemor o'zini ozgina detalidagi, ozgina chasidagi muammoni biladi, qolgan joyidagi muammoni bilmaydi. Ya'ni o'sha narsa bezovta qilayotganligi uchun biladi. Lekin koronkalarni yoki eski konstruksiyalarni yechganda muammosi juda katta bo'lsa, bu narsa baribir qisqa muddatda hal qilib bo'lmaydi. O'shuning uchun ham Azamat akani ozgina qiynaydigan narsa shu. Bir haftaning ichida u narsani hal qilib bo'lmaydi. Sababi davolanish bosqichining o'ziga kerak bo'lsa 1 hafta ketib qolishi mumkin. Sababi bitta bemor bir vaqtning o'zida maksimal 3 soatgacha stomatologik kresloda yotib, o'zini nechtadir tishini davolata oladi. Undan oshig'i bemorni ham charchashiga olib keladi va vrachni ham charchashiga olib keladi. Lekin shunaqa paytlar bo'lgan, o'zimda bir kunda 6 soatgacha ham ishlagan paytlarimiz bo'lganda, bitta patsient o'zida ertalab kelgan, soat 9-10 larda ish boshlab, 2-3 soat ishlab, obed qilib, obeddan keyin yana ishlab, yana ozgina dam olib, bir kunimiz o'sha patsient bilan o'tib ketgan. Bunaqa patsient ko'p bo'ladi. Azamat aka. Ayniqsa menda. Azamat akada ko'p bo'ladi. 6 soat ham emas, 7 soat ham qolib ketgan paytlari bo'lganda. 7 soat seriyaga 7 soat ishladik.
7 soat, 8 soat ishladingiz. 8 soat ishladingiz. Endi ularda jarayon katta edi. Ish ko'pda. Shunaqa paytlar bo'ladi. Uzluksiz qilish kerak bo'lgan vaziyatlar bo'ladi. O'shani hisobiga ham masalan перерывsiz полный totalni ishladi. Nima desa bo'ladi? Birdaniga qilish kerak. O'shani patsient to'g'ri qabul qilsa yaxshi bo'ladi. Keyingi stomatologiya biznesi haqida. Bu qanchalik qiyin nimaga biznesmenlarga, tadbirkorlarga stomatologiya ochishni tavsiya berasizmi degan savol bor. Mana shu narsa og'riqli narsa. Og'riqli nuqta mana shu. Sababi har bitta yo'nalishni o'zini mutaxassis tomonidan faoliyat olib borilgani va boshqarilganligi yaxshida va o'sha yo'nalishni rivojlanishga olib keladi. Masalan, agar stomatologiya faqat biznesmenlarning qo'liga o'tadigan bo'lsa, vrachlarning motivatsiyasi birinchidan so'nadi. Sababi vrachlar mustaqil ishlasa, ya'ni mustaqil o'zini klinikasiga ega bo'lsa va vrachlarni qolgan hamkasblarni ham o'zi, ya'ni o'sha sohani mutaxassis boshqarsa, o'sha yo'nalish qanaqadir kamchiliklarga yo'l qo'ymasdan turib rivojlanadi. Agar uni biznesmen boshqaradigan bo'lsa, ya'ni bitta klinikani yoki bitta zdaniyani zo'r qilib tayyorladi stomatologiyaga, faqat boshqarib qanaqadir ularga talab qo'yadi. Masalan, oyga har bitta vrach kerak bo'lsa $1000 yoki $2000 menga topshirasizlar. Nima qilib bo'lsa ham degan shartni qo'yadigan bo'lsa, u vrachda bemorni davolab turib uni xizmatini sifatli qilib yakunlash emas, o'sha $2000 qanaqa topish miyasida turadi faqat. Agar kerak bo'lsa o'sha o'zini ishlayotgan ishi bo'yicha yoki patsientlarning oqimi bo'yicha o'sha $2000 topa olmayaptimi, kechasi chiqib turib tahsillik qilishga ham majbur bo'lib qoladi. O'sha joyning arendasini topshirish uchun. Shunaqa vaziyatlardan o'tgan vrachlar ham bor, uni bilaman, bir ikkita vrachlarni. O'sha vaziyatda stomatologiyaning iloji boricha biznes yo'nalishi emas, iloji boricha o'sha xizmat ko'rsatish, ya'ni tibbiy xizmat ko'rsatish sifatida xulosa chiqarganimiz ham ma'qul. Sababi to'g'ri biznesga aylantirgan odamlar ham bor. O'zi boshida stomatolog klinika ochdi, rivojlantirdi. Bemorlar oqimi boshida kam, keyinchalik masalan 5 yoki 10 yildan keyin bemorlar normada kelib qoldi. Endi nima qiladi? Faqat narxni oshirib turib bemorlarni saralashga o'tadi. To'g'ri, bu narsa tabiiy jarayon, lekin baribir bu narsa ham xalqni moddiy ta'minotiga ham borib taqaladi. Ya'ni narxni stabil saqlanishi yoki narxni stabil ushlash bu bemorlarni ham o'sha o'zidagi tibbiy muammoni vaqtida hal qilishiga yordam beradigan narsa. Faqat bu yoqda biznes qilaman deb turib, har 6 oyda bir yoki har yil 1 yilda bir 2 marta narxni almashtiraversa, bu narsa faqat pul topishga nisbatan yo'naltirilgan maqsad bo'lib qoladi. Shuni hisobiga ham vrach faqat pulni o'ylaydigan bo'lib qoladi. Maslahatim o'sha narsa stomatologiyaga biznes sohasi bo'yicha emas, iloji boricha tibbiy xizmat ko'rsatish sifatida qarash kerak. O'shandagina o'sha vrachni ham rivojlanishiga olib keladi va xalqqa ham manfaati bo'ladi. Faqat biznesmenlarning qo'liga o'tadigan bo'lsa, faqat pul ishlash bo'lib turib, faqat narx oshiraveradi. Ya'ni sifat emas, sifat tushib boraveradi. Faqat narx oshib boradi. Stomatologiya bu biznes emas. Yo'q. Biznesga aylantiradigan odamlar endi u sof o'sha sohani yaxshi ko'radigan odamlar emas. Agar o'zining sohasini yaxshi ko'radigan odam bo'lsa, u o'zi biladi. Bilimini olaveradi, bu yoqda ishlayveradi, ya'ni ham rivojlanaveradi kasbiy tomonlama, ham o'zining ishini qilaveradi asta-sekin. Keyinchalik bemorlarning o'zini oqimi normada bo'lib qoldi, ya'ni deyarli boshida har bitta vrachda birdaniga bir haftalik yoki 1 oylik zapis bo'lmaydi-da. Boshida 1-2 kunlik zapis bo'ladi, keyin 1 haftalik zapis bo'ladi, keyin 1 oylik zapis, keyin 1 yillik zapis bo'ladi. O'sha vaziyatni o'zida vrach ham bilaveradi, ya'ni maqsadi faqat pul bo'lmasa va rivojlanish bo'lsa va bemorlarga o'sha o'zini rivojlangani va o'zini bilimi orqali, o'zini qilayotgan ishi orqali foyda keltirishni, ya'ni zarar bermasdan turib foyda keltirishni o'ylaydigan bo'lsa, o'zi moddiy tomonlama moddiy tomonlama kamchiliklarini o'zi to'ldirib boraveradi. Ya'ni kelayotgan bemorlar uni qilayotgan xizmat orqali to'ldirib boraveradi. Faqat pul ishlashni o'ylash kerak emas. Azamat aka, начинающий ortopedlarga, yangi boshlayotgan vrachlarga qanaqa maslahat, qanaqa fishkalarni aytib o'tgan bo'lardingiz? Endi maslahat berish kerak bo'lsa, yangi boshlamoqchilar avvalambor nima deydi, davolashni yaxshilashdan boshlash kerak.
endadan tiyani qachon zo'r qilishni boshlaysiz, keyin qolgan ishga o'tishingiz mumkin. Chunki siz ortoped sifatida hamma sohani yaxshi tushunishingiz kerak. Sababi bu narsa oxirgi bosqichda hamma javobgarlik sizga o'tadi. Shuni hisobiga oldin endadan ya'ni tish davolashni yaxshilab qilish kerak. Undan keyin masalan plombani yaxshi qo'yishni bilish kerak. Undan tashqari keyin bitta, ikkitadan koronkadan boshlab ortopediyani birdaniga katta ishga emas, kichkina mayda ishlardan boshlash kerak. Birdaniga yo'l-joydan ortopediyani boshlash, noldan hech nima qilmasdan turib ortopediyani boshlash bu noto'g'ri. Noldan boshlash albatta noto'g'ri, chunki siz xatoga yo'l qo'yishingiz ehtimoli juda katta bo'ladi. Sizda masalan ortopediyani asosi nima endi? Tish sharhlash bu bitta qismi bo'ladigan bo'lsa, tish sharhlashda o'zi ham katta javobgarlik. Uni to'g'ri sharhlash kerak. Vaziyatdan kelib chiqib to'g'ri yo'naltira bilish kerak. Gapingiz to'g'ri. Mana o'zim ham masalan hozir ortopediya qiladigan bo'lsam, ortopediyagacha bo'lgan muddatda o'sha shogird bo'lib yurgan paytimda oddiy chiska qilishdan, chiska emas, даже ukol, milkka ukol qilishdan boshlaganmiz. Sekin keyin o'sha ustozimiz bor, u ham Xorazmlik o'zimiz akamiz. O'zlari ishonib, sekin qila oladigan ishimizni даже qilib ko'rmagan bo'lsak ham, qilishimizga ustozimiz uveren bo'lsa, shunaqa ishlarni bizga o'rgatib, qo'limizga berardi. Например, oddiy chistkadan boshlaganmiz. O'sha siz aytganingizdek, keyin terapiya, endodontiya, o'sha tishlarni, kanallarni davolab, keyin plomba, undan keyin mana shu Sherzodga o'xshab orada ortodontiyaga bir qiziqqanman. Endi hozir ham bor patsientlar. Yangi boshlovchilar menimcha ko'pchilik ortodontiyaga qiziqsa kerak. Chunki men ham qo'yganman bir paytlar. Mana bu narsani tushundim. Ortodontiyani o'zini odamlari bo'lar ekan. Ortodontiya hammaga emas. Nima hammaga emas? Mas'uliyati ko'p, juda ko'p vaqt oladi. Juda sabrli bo'lish kerak ortodontiya qilish uchun. Ortodontiya juda qiyin. Bunga javobgarligi ayniqsa. Bunga qiziqmagan odam qilishni tavsiya qilmayman. Shunaqa, buni men ham shunaqa deb o'ylayman. Hozir ortodontiyani men ham qilmayapman. Ortopediyaga o'tgan bo'lsam ham, mana 2 yildan 3 yildan oshdi. Ortopediya qilayotgan bo'lsam, hali ham juda ko'p o'rganadigan narsalar. Har kuni yangi narsa chiqib kelaveradi, bilmaydigan. O'shaning uchun maksimal darajada bilimni oshirish kerak, o'sishdan to'xtamaslik kerak. Nima desa bo'ladi? Eng glavnisi so'rab o'rganishdan uyalmaslik kerak. Shunda kerakli rezultat bo'ladi. Xudo xolasa hamma o'sha stomatologlar yangi boshlayotganlarga maslahatlar, omad tilaymiz, sabr tilaymiz. Nasib bo'lsa hamma o'zini xizmatiga yarasha, o'zini harakatiga yarasha rezultat oladi. Charchab ketdi odam. Shu bilan bizani podkastimiz ham bugungi savollarimiz tugadi. Boshqa gapiradigan gaplar, savollar yo'q. Savollarni biz kutib qolamiz albatta. Keyingi savollarda agar bemorlarni eng qiziqtirgan savollar bo'yicha agar endi faqat bemorlar emas, o'zimiz hamkasblar ham agar jarayon yoki klinikani faoliyati bo'yicha va qo'shimcha o'zini masalan bizda qilinayotgan klinik holatlar bo'yicha maslahat oladigan, o'ziga kerakli bo'lgan savollarga javob oladigan vaziyatlari bo'lsa, o'sha savollarni yozib qoldirsa ham bemorlar ham hamkasblarimiz. O'shalar bo'yicha ham xudo xolasa keyinchalik podkastlarimizni keyingi sonlarni chiqarish niyatimiz bor. Hali bu soha bo'yicha gaplashadigan gaplarimiz juda ko'p. Bugungi podkastimiz kirish anaqasi bo'ldi. Обычно bazaviy nimalar bo'yicha, umumiy temalar bo'yicha gaplashdik. Xudo xolasa siz aytganingizdek, savol qanaqadir takliflar bo'ladigan bo'lsa,
bizani obunachilarimizdan, bemorlarimizdan va shuningdek boshqa bizani hamkasb vrachlarimizda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Savollarga batafsil javob berishga keyingi, Xudo xolasa, keyingi sonlarimizda harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Sizlar ham rahmat.